أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المحصر بمرض هجga otlanib ehram bog'lab labbayk to'lab yo'ldan to'slab qolganlar, buni ikki turga ayirdik. Dushman to'sab qo'yg'ini kesal sababidan to'slab qolganlar. Buning qatoriga ba'zilar kun oyini xato hisoblab vaqtini kechikib qolganlar, boshqa har xil turli sababdan kechikib qolib borolmaganlarmi shu qatoriga tiqyapti. Lekin unda ba'zi olimlar dushman bilan to'slab qolganining hukmi boshqacharoq, kesal sababidan to'slab qolganining hukmi boshqacharoq deb ayirganlik uchun ikkini ayrim bahs qildi. O'tgan darsda dushman sababidan to'slab qolganlarning ahkomini aytgan. Hozir kesal sababidan haj umrdan to'slab qolganlar buni hukmi kelsa, fa inna madhab ash-Shafi'i va ahli al-Hijaz annahu la yuhilluhu illa at-tawaf bil-bayti was-sa'y ma bayna as-Safa wal-Marwa. İmam Şafii bilan Hicaz alimlari, yani Mekke Medine alimlari bular debdi, bunda kishi, yani kesal sababidan haj umrdan to'slab qolgan kishi faqatla tavof va sa'i qilgandan keyin ondan ihramdan chiqadi. Yani kesal, shu kesal qolgan shu yerda udilgaya ya doktorxonada yotib ekan, davolanadi ekan. Saqaygandan keyin ondan berib, tavof qilgandan keyin saqaygan ondan ihramdan chiqadi ekan. Bu kesal bo'lib og'rib yetib qolgan yerdan ihramdan chiqadi shu. Əcüdə getgəndən ki basma. Qaçan basa. Heç bo'lmasa əcüdə gəlsə bu berib, tavof qilib, sa'i qilib, ondan umra qilib, ondan chiqdi demoqchi. Agar shu yildagi hechni vaqt o'tib ketib qolsa, ikramdan tabiiy chiqdandan do'ra. Yaxshi ketmaydi demak shu. Men ketmay, berib, bir umra qilib o'tib, endi u chaqda kelar yil qilish kerakmi, kerak emasmi, yo bo'ldimi shu bilan qaytib ketamdi. Qilalig'imni qilib ketgan bo'ldim. Bu asli Rasulullohninki Hudaybiya yili masalan. Mekke müşriklik to'sib nimaga chetishligan. Shu chaqda keyin Rasululloh kelar qatimdan o'lmadiga, kelar qatim qilganni qazo qildimi yo yangi boshlardan qilganimi? Endi Rasululloh qurbonlik hadiya atab ilib olgan Hudaybiyaga. Müşriklik to'sib olgandan keyin shu yerda turiblam qurbonlikni qilyapti. Endi bular odatda qurbonlik qilib mangmaydi. Mangmagandan keyin bu dal qilib tushmaydi. Tushmaydi ki qurbonlik qilish kerakmi, qilish kerak emasmi? وأنه بالجملة يعني عموما قنداق قدام bu aşağıda saqaygacha saqlab turdi deydi. Saqaygacha saqlab chidab turib, anda yatahallalu bi umra. Anda umra qilib ihramdan chiqdi. Chunki uning qo'lda ihramlik holatdan da umra qilishlam bor. Gayzin vaqt o'tib ketib qoladi. Lekin umr degan yil bo'yi bo'lgan ekan, qachonda basa qilaveradigan nima umr edi. Shu umrni qilib, qo'ldan kelganini qilib, anda ihramdan chiqdi deb. Bundan qarashim shu. لأنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة. Bu debdi, çünkü onun qo'ldan haj ketib qolsa, uzroq kesal yetib qoldi. Yetib qolgandan haj vaqti o'tib ketib qolsa, bu chaqda hajni umriga aylanib ketadi. Demak, shu qilaveradigan umr bo'lgan ekan, qilaveradigan narsa o'zgarib ketadi debdi. Va huwa madhab ibn Umar va Aisha va ibn Abbas radhiyallohu anhum mushabning qarashi ekan. Va khalafa fi zalika ahlul Iraq. أهل العراق دنش أبو حنيفة شنو داود الزهري ثوري مباكي من مثله فقالوا يحل مكانه بلا شو جاي الله إحرامنا çıktı da kesel Allah yetip kaldı إحرامنا çıktı şu devamlı ya yüzde kayıp gidiyor demek. Ve hükmuhu hükmül muhsar bi'adu. Bunun hükmü xuddi düşman sebebinden yoldan kapılıp toslap bağladığın okşaş. Demek şu zaydılan ihramdan çıktı da Resulullah'ma Hudaybiye'de ihramdan çıkartken yani ennehu yursilu hediyehu ve yuqaddiru yevme nahrihi ve yuhillu fil yevmi thalithi. Bir adam onda şerlep kaptamda. Düşman sebebiyle oldu kanunun hükmüne okşaş. Yani kurbanlıkını ivatıda bu deydi. Mesela bireyden kesildiği kalan kim bildiğin grup bilen ama kurbanlıkımda mesela hediyemle ağaç verip aşağıda bozda koyuşlar. Ve yuqaddiru yevme nahrihi. Ana unda yetib bilgan Arafat kuni hamda bilgan qurbonlik aytning birinchi kuni bo'ldi deb shu kunga udillab turib, endi 3-kun bo'lgan chaqda unda sanab kelib, 3-kun bo'lgan chaqda aytning 3-kuni demoqchi o'xshaydi. Bu chaqda ihramdan chiqdi deb. Nima uchun filyamus salis deganda butun hajning umumiylik oxirlashgan kuni deydi. Chunki oldirganlar 2 kundan qildi, ya'ni 2 kundan 3-kun etdi.
Teşrikning 2. kuni degan, aytdim 3. kuni. Ondan 3. kunida hojilami oldirganlar hajbatni tamomlagan kun bo'lgandan keyin shu kunda ihramdan chiqib, ashullar o'xshash ihramdan chiqqan bo'ldi demoqchi. Buni Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shunday debdi. واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. Bu hadiste kimiki sunketken bo'lsa bir azasi yoki to'karolab qolgan bo'lsa, o'sha ihramdan chiqayotgan hisobda bo'ladi. Ihramdan chiqasi bo'ladi demoqchi. Chiqayotgan hisobda bo'ladi, undan kelar qatim bir haj qilish kerak, boshqa bir haj qilish kerak. Albatta bu kelar qatim haj qilish masalasi bu boshqa masala. İlgari qarash qilma, kelar yil haj qilish kerak deydi shular. Imom Shafiy bu. Va bi ijma'ihim. Demak, madisda faqat hallat bo'lgan. Sunganıklar burada ihramdan çıkarken baramaydigan bo'lganki ihramdan çıkarken bo'ldi degankin bu dalil debdi. Bu 5 kitob rivoyat qilgan. Wa bi ijma'ihim ala anna al-muhsara bi aduwwin laysa min shart ihlalihi at-tawaf bil bayt. Yana bunun dalil qilgani ijmoni dalil keltiribdi. Bu ijmo ekan, dushman bilan yo'ldan qolgan kishi hoji u ihramdan chiqish uchun tavof qilish kerak emasligi. Ammo mana shunga ittifoq kelgan. Bunda olsa nima uchun bu yerda kasal bilan nima qilganda bunda deb turib olsangiz, ashunga o'xshashlab qaramamdiq buni, qiyos qilmamdiq demoqchi. Endi olimlarda ya dushman bilan nima qilgani buni o'xshamaydi. Val jumhur ala anna al-muhsara bi maradin alayhi al-hadi. Endi ko'pchilik olimlar bu kasal sababidan yo'lda qolgan kishi qurbonlik kelamdi, kelmamdi. Keladi deydi. Ma baytanqa unga chechlik masala. Qurbonlik qilish kerakmi? Qurbonlik keladi deydi. وقال أبو ثور وداود لا هدي عليه قوش كيلان قرب الله كما يدورته اعتمادا على ظاهر حكم هذا المحصر bu yolda saqagan mushkishininki hukmini onda shundan zahir qarasak bunda unda bir nima yo'q. Oyat bo'lsa bu dushman sababidan yo'ldan qolganlar kelgan oyat. Lekin kisal sababidan nima qilganda unda ba'mu bo'lsa yo'q deydi. Wa ala anna al-ayat al-warida fi al-muhsar huwa hasr al-adu. Oyat kelgani dushmanning yo'ldan to'sab qo'ygan voqeasiga kelgan demoqchi ekan. Hadiya qanma? Asli degan ashaga hadiya deb haramga atab elib mangan so'g'at malni hadiya deymiz. Asha berib umri qiysin qilmasin. Shu odam shu nimadan bir to'sab qoldi, nima? To'sab qolgandan keyin bu qan qilish kerakmi, kerak emasmi? Hozir bu ashaga boramay qoldimdi bu. Shu vaqt o'tib ketdi, kechikdi demoqchi. Jumhur qan kildi dedi, shunami? Qan kildi dedi. Aslida bu Rasululloh ashhadini elib mangan. Hadi elib mangan bo'lg'achqa to'sab qolgan bo'lsa-mu, Hudaybiyaning bir qismi haram doirasi bo'lgan ekan, shu haram doirasi bo'lgan hadiyani joyiga yetkazgan bo'ldi. Bu ish tugadi. Hamda odatda hozir boshqacha hadiya elib mangan o'shandan tashlatadi. Sunnatga amal qilamiz deganlarni qilmaydi buni. Hani hozir masalan, hoji ya umri qiluvchi hadiya ammay bordi. Ammay bag'am bo'lsa-mu, cho'qim oldin o kasal sababidan yo'ldan tashlab qolsa, cho'qim qurbonlik qilish kerakmi? Sen uni tushunishman, bu bir masala. Çünkü Rasululloh aydan o'zi hadiya ilib bormay, unda ashadni hadiya setilib unda qilgan emas. Ha. Nega shuni qiyos qilamdiq, ya'ni hadiya ilib manga odamga qiyos qilinamdi, qilmam. Nega? Va ajma'u ala ijab al-qada alayhi. Endi kasal sababidan yo'ldan qolgan bo'lsa, hammaydan ijmo qildi deydi hozir. Qazosini qildi. Muhtar biaduda niyanto Malik o qazo ketmaydi. Bo'ldi, o qaytib ketdi. Dushman to'sab qaytib ketdi. Kelar yilda cho'qim qazosini qilib qilish kerak emas deganda. Men ijmo bor, lekin bu ijmo yani ma'qulligi bilanmi ijmoga amaliyotda unda emas. Hasrladini nasibdan o'qi. Hozir bu yerda maradni hamda. Lekin bu yerda ijmo bu g'ayr musallam. Chunki Imom Malik qazo qilmaydi deganda. Imom Malik bu misol ijmoda. Anda yana farz haj bilan nafl hajni ayirdi ba'zi olimlar. Farz hajda sen berib yo'lda to'slab qolgan bo'lsang, kelar yil cho'qim qilishing kerak. Bu yil ishdan chaqdimi, kelar yil cho'qim qilishing kerak. Har yil shu qilish urinsa. Lekin nafl haj bu ixtiyoriy o'zingga hajqlayda mangandan. Agar u yo'l to'slab qolsa, bo'ldi qaytib ketib qilmasang bo'ldi.
demoqchi. Shuna oyat ijmoda masala bor. وكل من فاته الحج بخطأ من العدد في الأيام أو بخفاء الهلال عليه أو غير ذلك من الأعذار فحكمه حكم المحصر بمرض عند مالك. الإمام مالك نظر ده كن سناشت خطأ لشب قبطه خطأ يسولب قلب اتجزب قاقان يا كي ayını kıramaya qilib o'tkazib qopdi. Yoki boshqa sabablardan yo ayr bilan kechib qolgan deyli hokazo bunda sabablardan haj qo'ldan ketib qolgan bo'lsa, bunda kishilarning hukmi shu kasal sababidan yo'ldan qolgan bilan o'xshash. Imom Malik shuni aytdi. Va qala Abu Hanifa man fatahu al-hajj bi'udrin ghayr al-marad yuhillu bi'umratin va la hadi alayhi va alayhi i'adat al-hajj. Kesel sebebinden başka bir özür sebebinden haj qo'ldan ketib qolgan bo'lsa, bu chaqda qo'lda qildigan nimasi umra qila oladi. Umra qilib qaytadi debdi. Ya'ni ihramdan chiqadi. Uning qurbonlik ketmaydi. Lekin hajda qayt qilish kerak debdi. Bu hozir masala bir chechilan bo'lib ketdi mana. Muallif bir masalani tutib, uni bahs qilib bitirib o'tib, yana bu masalani o'tirib, uni giralashtirib, bir qanday kirishtirib o'tdi. Sal qo'yib o'tibdi mana. والمكي المحصر بمرض عند مالك. Endi Mekkilik kishi Makka ahlisin birisi kasal sababidan hajga mangaydigan chaqda manmay to'xtab qolibdi. Masalan, Minoga chiqay deb mangitib kasal vaqib doktorxonaga ketibdi. Bu Mekkilik emas, boshqa odam bilan o'xshash deb qarab Imom Malik. Yuhillu bi umra, umra qilib ihramdan chiqadi. Uni qurbonlik qiladi. Hajdan qayt qilish kerak debdi. قال الزهري لا بد أن يقف بعرفة وإن نعش نعشا. سنقول بعمرة ما؟ بعرفة. bu karvatqa ya zambilga silib ko'tarilib mansimon arpa tutirish kerak bu kasallar. Ya bu kasalgan g'arbaga yotqizib buni arpatga chiqmaydi debdi. Arpat tursa aj bo'lib oldiganda demak unda qilish kerak. Chiqib turib baslan bo'lgan ekan, o'sha arpat yetib pasim bo'ladimi ekan. Qo'ldan kildash bo'lgan ekan. Bu asli mazhabi Malik, Imom Malikninki mush kasal sababidan yo'ldan to'slab qolgan kishi masalasida asli qoidasi in baqi ala ihramihi ila al-aam al-muqbil hatta yahujja hajjat al-qada fala hadi alayh. Shu ihramdan chiqmay bu kasaladan doktorxonada ihramli holat yetar, kelar yil qadar anda chidab yetar, ihramli holatda kelar yil hajga chiqsa bo'ldi debdi. Yani ona qurbonlik ketmaydi ekan. Qurbonlik kamni savol deb qolsa, unda ihramdan chiqmay bir yil tursa ekan. Fa in tahallala bi umratin fa alayhi hadi al-muhsar. Umra qilib ketsa, hajni tamomlamagan bo'lgandan keyin bu chaqda yo'lda to'slab qolgan kishininki qurbonlik kelganda qurbonlik qildi debdi. لأنه حلق رأسه قبل أن ينحر في حجة القضاء. Çünkü asli bu kelar yili haj qilib, ondan chechni tushirib qurbonlik qilish kerakdi. Bu uni saqlamaylam, chechni tushirib ihramdan chiqatdi-ku. Undan ekan kelar yili haj qilib qurbonlik qilgancha chechni tushirishga uni saqlamaylam nima qilar ekan, chechni tushirib chiqatgan ekan qurbonlik qildi debdi. وكل من تأول قوله سبحانه فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج أنه خطاب للمحصر. مش آياتنا يولد توسلب قاغان كشيغا قلنغان خطاب دب تشنگللا تأولنا فسر ادمچن. وجب عليه أن يعتقد على ظاهر الآية مش آياتنا ظاهر أساسا مندا دب قرش كرك دير أن عليه هديين ونغا شكي قربانلق كتدو دب تشنش كرك هديا لحلقه عند التحلل قبل النحر في حجة القضاء. أنا bu kelar yili majil qo'ldan ketgan kelar yili haj qilib ondan ihramdan chiqish kerakda. Bu g'achchida undan ilgari ihramdan chiqib ketganlik uchun bir qurbonlar. Va hadiyan li tamattu'ihi bil umrati lil hajj. Umra bilan haj oraliqida kiyimdan chiqib, odat normal kiyim bilan bahramon bo'ldi-ku yashab. Buni bir qurbonlik chunki haj tamattu'ning bir qurbonligi bor-ku. Ondan o'zi niyat olgan hajni qilmay turib ihramdan chiqayotgan bir qurbonlik, ikki qurbonlik ketadi deyish kerak. Umrni qilib hajga kelishlar kelishlar. Shu anliqdagi ihramdan chiqayotganlik uchun. Demak, hozir bu bunda qarasak, umr qilib bir ihramdan chiqib, unda haj qildi. Bu tamattu bo'ldi. Buning bir qurbonlik, haj tamattuning qurbonligi bo'ldi. Endi asli bu haj qilaman deganda, haj qilmay turib, umr qilib ihramdan chiqayotgan bo'lgan ekan, bunga bir qurbonlik qilib, ikki qurbonlik kelish kerak deydi.
Çünkü ayetinin zahiri femen tematta bil umratil hac femastaysara minel hadi. Yani umre qilib hajga qadar yani o'zining kiyimini kiyib, ayda bahramon bo'lganlar qulay bo'lgan qurbonlikni qilsin dedi. Ayetning o'sha siyaqini vojib chiqargan. Femastaysara ya fa alayhi mastaysara. Fa fidya femastaysara degan mesela aşa alayhi degan muqaddar. Ve in halla fi ashhuril hajj min al umra. Endi haj oylarida umrga ihrom bog'lab, yo'lda to'sab qilib ihromdan chiqarsa degan bo'landa, ya umra qilib ihromdan chiqarsa degan bo'landa. Vajaba alayhi ajrun salis. 3-chi qurbonlik kelib qoladi deb. Nima uchun? Bu hadi tamattullari va ahada anwa nuskul haj. Biz bayatın deganda hamda deb turib. O haj tamattuning nimasi shu dedi. Ya umra qilib andan ihromdan chiqarsa demoqchi ekan. Haj oylarida umra qilib andan ihromdan chiqarsa, keyin andan bu haj qildigan bo'g'achqa 3-chi nima keldi. Bu yil qilolmay, 2-yil qilsa degan bo'ldim aslida. 3-chi bir haj tamattu qurbonlik kelib qoldi debdi. Misal tushunasizmi? Masalan, birinchisini ishni boshlab tamomlamaganlik uchun bir qurbonlik keldi dedi. Ikkinchisi umri qilib andan rahat olib, hajga qadar aramı tuğallıktan birisi geldi dedi. Üçüncüsü o haj tamattuning qurbonligi demoqchi ekan. Aslında üçüncüsü ikincisi chiqsa bizga gap bo'ladimi? Bir qatim o'tgan masala. Qurbonlik keldi deb. Ha. Zufar dedimi? Ha. وأما مالك رحمه الله فكان يتأول لمكان هذا أن المحصر إنما عليه هد واحد. الإمام مالك مش آياتنا من ده düşünüptüken. Muhsar deganga birlam qurbonlik edi da. Yani mush oyatning o'rnini bunda tafsir qilib demoqchi. Va kana yaqul innal hadya alladhi fi qawlihi subhanahu fa in uhsirtum famastaysara min al hadi. Yo'ldan to'sib qolsanglar, sizlarga qulay bo'lgan qurbonlik keladi. Shuni bo'g'izlanglar demoqchi. Va bi'aynihi al hadyu alladhi fi qawlihi fa idha amintum famattabatta bil umrati lil hajj famastaysara min al hadi. Ma kinki ayetning oxirida bunda dizg'o mishalki mushahadiye ash başkadi şu o'zi shu. Yani bu gapni bunda takrorlagandek bir esmoqchi. Va fihi ba'dun fi ta'wil. Lekin bunda tushunishda tafsir jihatdan sal jiroqlik bor bunda. Imom Maliknikida tushunsak sal jiroq bo'ldi. Demak o'zining imomini azar tanqidladi. Lekin aniqroq ko'rinib turdig'i shuki Allah Teala'nın فَاِذَا مِنْتُمْ فَمَتَّبَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ لِلْحَجِّ gen ayeti اَنَّهُ فِي غَيْرِ الْمُحْصَرِ. Ma kinki şu ayetin ayıgıda فَاِذَا مِنْتُمْ deb bak. Ama bu kinkisi bu yolda toslap kalgan kişi de emas. Belki bu normal adetteki temattu halıtı dikegen desek doğru çıkılır. Yani siz hatırlayacağım halatın bolsanlar, hej yılan ömrü arlıqıda ömrü qılap hajga kadar temattu qilsanlar, anda bir qurbonlik qildi. Burunqi ihson bilan munosabatsiz machi. Fakanna qala fa idza lam takunu khaifin. Amsal qo'rqib qolmagan bo'lsanglar, lekin tamatta'tum bil umra, qo'rqmagan holtinglarda, normal holatda umra qilib, andin ihromdan chiqib bahramon bo'lib, andin haj qilgan bo'lsanglar, shu araliqda tamattu qilgan bo'lsanglar, sizlarga qurbonlikdan qulay bo'lgani vojib bo'ladi demoqchi. Ve yedullu ala hada ta'wil qawluhu subhanahu. Bu tafsirni ma ayetni kuchlantirdi deydi. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Bu ayetning oyati bo'lmi shu? Alloh taolo mushu so'zini kuchlantirdi. Bu oilasi Masjid Haramda, Makka atrofida shu joylar turmaydigan kishi uchun, yani Makkalikdan boshqalar uchundir. Yani mushtamatto mushu hukm, qurbonlik kirish masalasi Makkalik emas, boshqa kishilarga do'r demoqchi. Bu ayet qanday dalolat qildingiz? Chunki mana vajdalal muhsar yastawi fi hadir masjidil haram va ghayruhu bi ijma'. Chunki muhsar bo'lgan bo'lsa, ayet muhsarda emas dedi hozir. Normal ahvolda muhsarda bo'lsa, bu muhsarda Makkilik olsun, g'ayri Makkilik olsun ikkisi o'xshash dedi. Hozir bu yerda hadir masjidil haram bo'lmaganlar degandan bu muhsarda emas, normal ahvolda kelgan oyat kelgan deymiz. Bir ijmo deb, amaliyotda bu yerda ijmo yo'q. Ya'ni hadir masjidil haram bilan uningda emas boshqa yerlik Makkilik bilan Makkilik emas boshqa dunyodan kelgan hojlar ihsor masalasida o'xshash bo'lamdi.
Hamma olimlar buni isbot qilmadi. Yani icma deb qo'ydi, millat icma yo'q. İmam Malik Mekke olsun, gayri Mekke olsun. Mesela yuqori dediği İmam Malik. El-Mekki, el-Mahsab bemara anlamada kagayr el-Mekki dedi. O'xshash dedi. İmam Malikning nazarida. Lekin boshqalarida demadi. Demak bu yerda icma yo'q. وقد قلنا في أحكام المحصر الذي نص الله عليه يعني الله تعالى نص yani ayette aniq belgilgan shu muhsarning hukmini biz bayon qilib qoldik deydi. Yani shu oyatda "Fain uhsartum famastaysara minal hadi" degan mushu Alloh taolo oyat bilan bayon qilgan muhsarning hukmini bayon qilib qoldik. Falnaqul fi ahkamil al-qatil lis-sayd. Unda o'g'ilgan, o'g'ini o'ttagan hacının ya ehram bağlantısının hükmüne tutuş kılayla deydi. Mesela ihsar ne yani? Şu kesellerin olsun, düşman sebebinin olsun, başka türlü sebebinin olsun, yoldan toslap kalgan hep düşense, şu doğru çıkırken. Bular bu kingana idamentumunu normal halda dediği, dağınken kanda sebebinin olsun, yoldan kapkasa, hükmün şu dese caiz. Ben ahsartum yadu demegen diken. Hazır bu uğraşışlı, hazır yüzlere yapanda hazır 101'den çıkmamaydı. Kaptan ötürüp kaldı, ya çeketliğimizden ötürüdü, ya saçkanımızdan ötürüdü. Ya şu anda onu yiyişini öttersin ya ki ötürmezsin hiç okşaşamıyor yani. Ya ki yol vaxtımızdan ötürüp kaldı mesela. Toşkanını tutup yapsalığa şu var. Mesela paşa kişinin dinler. Paşa ziyalık olan iken ötterimiz bulmaydı mı? O da 5 havasıka yakınlaşıp kaldı. Şunlarga saçkanın müşteri yoktu. Tüvet kıl ziyandaşını 5 kılık kız ziyandaşını namaz okuvatkandım, namaz mutlaka etkileşmeleri var. Saçkan, çayan. Onun için çayan var. Ondan kelbil akur var. Kelbil akur dediğimiz de şu. İşte olsun, yolvaz, böğren mesela kelbil akur. Kelbil akur diye İslam emas, kelb degan söz. Şu yerlandırdıgan, galcır, yırtıkışlarını deydi. Kelb degan sözden şu. Sağ degende kadar çıkıyor. Ya onu ayrımda mı? Onda bir kıl oldu. Tağa, sağ, laçen, ola birbirine oşmaydı. Demek ayında ziyandaş aşaratlarını, adamın hayatı kavvetçiz Allah'ın ötez bakın. Özünün koğdaşlığı ibaret o. Bulmasa, onunla çakılmayımız ise adamını öttürürdü de. Onunla başka adamın ziyankeş kılmaylarını ötez bulmayı. Hatta insanla varsan, ya vuruşkılı şaram boğan. Lekin fa'in qatalukum faqtuluhum. Demek uruş kalsa özünü koğdaşsın uruşulan gel. Lekin zörül tepilmeğen çağda onda ötereşini kılması gerek. Çünkü Allah Teala buna hemen azizge amallık kılıp belgiliyetken cay. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ حَرَمًا آمَنًا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا اللّٰهُمَّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا İbrahim Aleyhisselam'ın duası cevap kılıngan. Bu amallık yapılan iken onun çıkılışı bulunmaydı. Hatta şu deldirak hayvanatlık mı amallıkta mı? Ama Mekke'nin deldirakını kesişki bulunmaydı. Jülüşki bulunmaydı. Hayvanlarını ötüreşki bulunmaydı. Ecelerdi mi her vakit? Mekke'ninki her vakitte. Haram kılıngan cay olgan iken. İslam'ımız haram kılıngan. Başka yerde halal kılıngan neyse haram kılınıp ketken cay yani haram. Hamamda safsalarını ötürüp geldik. Sarsan ötürürken bolsa, onunla mesela 1 kiloya 1 vaqt tamoq sadiq kirish mumkin. Chunki chekatgan o'tirayotganligiga qabdamin taom deb nima kelgan. Bir xazon pulov etib chaqirishlar. Chunki chekatga o'taganga nima qildi deganimda. Endi qabdamin taom deb fatvo bergan ahvol bor sahablar. القول في أحكام جزاء الصيد. أن أولغننك بن كفارته يا جزاء شنو مناسب أحكام الله سوزكود كمزم. فنقول إن المسلمين أجمعوا على أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. مش آيات تامدة إجماع كالده. Nimaga? Hi oyatun muhkama. Mansukhlab ketmaydi. Amal qilgan, aniq mazmun chiqadigan oyat demak. Lekin buni tushunishdan-da amal qilamda qilamiz. Bunda nima hukm chiqadi degani anta ixtilof. Shu anda Qur'on hadislar amal qilmay deganmi shu rezinglab turgan. Qur'on hadisning dalalati, hadisning subuti masalan. Dalalati
iniq bo'lsa, unda ehtimollik yo'q. Bu chaqda Qur'onga amal qilib desak, biz unaylan bo'lsak, tushunadigan mazmun o'xshash chiqdi. Lekin bunda Qur'onga amal qildi deb unaylan ma'qul deb o'tarsak, biz oyatni bijadisini o'qisak 5 xil 6 xil tushunib qolamiz. Ma bir masala. Masalan, o'sha oyatdan amal qilamiz debdi. Hamma Qur'onga amal qildingizmi? Chiroyli gap bu. Amal qildi, qanday amal qilmas? Hammadan ixtilof paydo bo'ldi. Shuni tushunish o'xshashmaydi. Vaqtalafu fi tafasil ahkamiha va fima yuqas ala mafhumiha. Demak, buning ahkamlarining tafsilotlariga kelgancha ixtiloflashdi. Endi buningga oldiga hukmga bu oyatda degan ba'zi narsalarni qiyos qilsak bo'lamdi, bo'lmaydi. Chunki Ibn Hazm qiyos batil deb turadi. فمنها أنهم اختلفوا هل الواجب في قتل الصيد قيمته أو مثله. مثلا اختلافlaşkan meselenin işide bir onu öttedi. Ötteyenliken bunun cezası ne var? Fecezaun mislu ma qatala min an-nam dedi. Aş öttegen nimeden o'xshaydir shuni ama. Nam degan bu shu bahimatul anam. Biz qurbanlik qilib go'shtini yeydigan hayvonlarga qo'y, kala, o'chka, tuga. Odatda kirmaydi-da. Qo'y, o'chka, kala, tuga. Mush narsa. Mushundan ham ashunga o'xshini, tankildigini yoki o'xshaydigan bo'ldi. Ana shu o'xshagan gap buning qimmatimi yoki shu o'xshab qoldi, shakli o'xshab qoldigan hayvon degan bo'lamdi. Ya'ni qimmat jihatdan tang barobar degan bo'lamdi yoki shu o'xshab qoldigan bo'lamdi. Masalan, o'xshab qoldigan desak, masalan, bir bo'rini o'tgan bo'lsa balki bir qo'y keldi yo ash keldi deydi. Masalan, yoki bir kiyikni o'tgan bo'lsa bir qo'y. Yani unda yo'g'roq yo kalning qolmas bir kala. Shunga o'xshaydigan. Ammo qimmat desak, manchpullik nasibda unda biz manchpul qilish kerak. Yoki uni tomoq sundiroq, manchak tomoq. Yoki u tomoqni undan ro'zishga hisoblab sundirsak, manchak ro'z tutdi deymiz. Demak, buni unda qimmatimi yoki o'xshimi degan ixtiloflashdi. Fadahaba al-jumhur ila anna al-wajiba al-mithlu. Ko'pchilik olimlar shuni o'xshash hayvondan birini demoqchi. Wa dhahaba Abu Hanifa ila annahu mukhayyarun bayna al-qimati. Yani kıymet sayed ve beyne yeşteri bihal mithla. İmam Abu Hanife bir yerde ihtiyarı vardı. Yani kıymetini basın buldu. Ya ki şu kıymetini bağlayıp ki şununla şu hayvan, özü oturup sağ hayvan, okşay hayvanın bizini elep basın buldu demek. Demek asla Abu Hanife'nin karşı kıymet mi yani? Mesela diyen kıymet. Kıymetini bir toktumuz. Toktatkanken de bu pul hazır. 5.000 koy desek mesela. Ben nime otururken, yavu kaldığım bizine otururken, kaldığım bizine etbirey desek o ihtiyarımız. Peki şu pulni ayda xaysakmi ummayli demek. Ya Abu Hanife'nin asli qarashini men qimmatmi. Bu kitobda boshqacha ixtiyorlik bor. Asli qimmat vojib bo'ladi deydi Abu Hanifa. Uningki vojib bo'lgan ekan, shu pul qo'lda olgan ekan, xolis shu o'xshaydigan hayvonning binalik qism bo'ldi yoki shu pulga tamoq qilib shuni xaysin bo'ldi demek. Ve minha yani bir mesele. Hani bu yerda hozir meselenin ixtilof bo'lgan mesele hammani shu oyat sababida ixtilof bo'lgan meselelar bir-birlar sanabdan. Yani bir mesele ennem muhtelafu fi istinaf al-hukm ala qatil al-sayd fima hakama fi salaf min as-sahar. Amna sahabeler aş öz zamanda ay biraz bir hayvanni o'tirib qolgan bo'lsa, shu chaqda sahabeler hukm qilib, yahkum bi zawa'adlin bo'ldi-ku. Ikki sahabe hukm qilib, "Sen manda bir hayvan keldikan" deb hukm qilib qo'ygan. Endi hozir shu chaqda sahabeler manda hayvan keldikan deb hukm qilgan voqelikda hozir yani bir sodir qilib qolsa, biz yengilashlardan ikkidan kelib uni bir hukm qilib, bunda qilib jiramdiq yoki burun qilsakmi? Emas. Mesela burun birisi bir budunidan bizni emas yoki olaydan bizni, qirg'avdan bizni o'labdi. Shu chaqda endi bir to'qildi debdi. Siz hozir shu qirg'avdan bizni o'tayamiz to'qildilar deydan sahabat shunday hukm qilgan. Ya biz bunda turib faqat boshqa ishlar qilib qolsak bo'lamdi. Mesela kıymet meselesi ise bunu siyama ayette yahkumu idâ adlım minkum dedi. Hüküm kılışını mı kıldı? Bu hüküm kılışsa hüküm kıl diyenken biz ayrım oturup hüküm kılamdık. Yani buran kıl hüküm kılganını şunla mı alamdık ya? Mesela hükmihim enne men qatala na'ameten tügü kuşidan birine öttəgən bolsa fe aleyhi bedenetun teşbihen biha. Bununla bir kala ya tügüldi o da hüküm kıldı. Bedeniga odatda tugimi kalaga ishlaydigan so'z bu. Demak, u nama shu nimaga yaqin kelib qoldimda. Tugulan kalaga. Ya'ni qo'ydin cho'ng bu. Tugu qushi. Nama degan tugu qushi. Tugu qushi qo'ydin balki ishga chiqishi mumkin. Kichik bir mozaydek bir narsa. Adamni ko'tirdi, adamni ko'tarib tik yuguradi. Va man qatala ghazalan fa'alayhi shatun. Ghazalan degan to'q kiyikmi bug'imi? Bu ifar chiqadigan qasa, ifar chiqadigan shu. Kiyikmi shu.
Adetme ayollarga o'xshatgan qasa? Kiyik. Ha, kiyik. Ayollarni o'zi g'azalga o'xshatadi. O'sha ifar qan chiqadini o'sha. Intafaqul anama va anta minhum fa innal miska ba'du damal ghazal. Lekin mishkambar degan odatda bu kiyikning emas, bu dengizdagi kitning o'zi. Kitningki bir xil tezlikidagi yoki shu hez qanidek bu qonda bir ko'mzak binasi bo'lsam, dengizga chiqarib o'tgandan keyin bu yerda har xil tuzliq suv bilan kimyoviy o'zgarishlar bo'lib, undan bu xushbiroq andanasi aylanadi degan. Ambarga dengizning o'zi. Degan o'sha kiyikdan chiqadi deb gap bor. Wa man qatala baqaratan wahshiyatan fa alayhi insiyatun. Yow kaladim jina o'tirayotgan bo'lsa, bu chog'da odatga insonlar baqirgan kaladim bir skildo deb hukm qilgan. Endi mushunda ahvollar bo'lsa, biz hozir ashabning deganimiz aynan shu hukmdan qilgandik ya bizmi ijtihod qilib boshqacha bir deb qilsak bo'lamdi. فقال مالك يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم به. İmam Malik yeni başladı hüküm kıldı dedi. Bulab boğaşımı yeni başladı hüküm kılmaz. O buranın tayya hükümden maymayız. Ve qala Abu Hanife. Abu Hanife mu şunda da var. Nima için desem de bu Allah Teala buyurgan bir ibadet. Sa'aş ibadetine özünü temin etip emeli bir beşinci üçlük kıpıkışın gerek dedi. Yani aş ictihadını sen kıpıksa Allah Teala'da ictihad buyurdu. Hani hüküm kıpıkışı buyurdu ki adliş keylerine gelip sen kıpıksa bu bir ibadet demek. وقال الشافعي إن اجتزأ بحكم الصحابة مما حكموا فيه جازا. İmam Şafii'm de sahabeler hüküm kılgan aşı hükümünü teyyalam elip buldumuş biz kufay edip kalsa hesap bulavurdu. İsteza diyen iktefa bihi demek. Aşına kufaylansa meyle. Ve minha halil ayetu alet takhir ev alet tertib. Yani ıhtilaf olan mesela müşahitte bu ayetteki aşı ev edip keldiği bu ihtiyarlıkını bildiramdı ya tertibini bildiramdı. Biz başka kefaretli de dedik o. Eğer evlem kefam bolsa ihtiyarlığındır kefaretul yemin. La yuahidukumullahu billahi fi eymanikum velakin yuahidukum bima aqadtumul eyman. Fekeffaretuhu it'am 10 mesakin. Ev kisvetum ev tahrir raqabah. Bundan iken ya da ihtiyarlık vardı. Ya onu ya bunu kayaldı. Ende kefaretul zahar ya kefaretul qatl şu. Femel lem yecid ya femel lem yestata' diye bunda geldi. Anı kılanmasan andın mağlup olsa yarab tertip bilen. Etqara qaba onu kılanmasan andın mağlup olsa onu kılanmasan andın mağlup olsa. Bundan ki muşu hazır tertipni bildiremdi o ihtiyarlık var bununda. Faqal Malik hiye alet takhir. İmam Malik ihtiyarlık var. Yani roz tutan meyle, tam basan meyle, ay mislini kıysan meyle demek. Abu Hanife mi şuna dedi o? Yurid ennel hakemen yukhayyiran alladhi aleyhil ceza. Biyada hazır. Şerligine muallif hazır. Tahyir degandan maqsad aşı hüküm qilgan ishkaylan, aş qatilni, onu o'tirib qo'ygan kishiga ixtiyorligini berib, shuning birini tanla deb tanlatqizdi demak. Va qala Zufar hiyalat tartib. Zufar debdi, bu tartibni bildirdi. Yani sen ya mal bo'g'izlaysan, mal bo'g'izlayanmisan, tapanmisan, andan tamoq bersa, tamoqni beramisan, andirsa deganman. Bu İbn Abbas rivoyatidan qarashgan Zufarning. Demek birincisi takhir degan jumhurning qarashi bu. Abu Hanife bilan jumhur var. Zufar bilan İbn Abbas var. واختلفوا هل يقوم الصيد أو المثل إذا اختار الإطعام إن وجب على القول بالوجوب. Mesela misli vacipte deptruağın qaraşqa asasen. O'xshash bir hayvonni bo'g'izlash kerak degan qarashni asas deydi. Shu vujud degandan shu vujubul misl demakchi. Mush qarashga asosan qimmat emas, shu o'xshashi vojib bo'ldi degan qarashga asosan uning o'xshashi, masalan bir hayvonni o'xshashini tanlabdik. Masalan bir qo'y kildo debdik. Qo'y kildo degandan keyin qo'yni qilishning o'rniga bu tamoq vermoqchi. Ya shu vujudda masalan qo'y yo'q ekan. Chunki bu yo'lda qoldi. Qo'y topolmagandan keyin qo'y manchilikda, men pulg'atdan mush pulga tamoq beray deb tanlab qolsa, bu chog'da biz hozir qo'yni baholab turib, andin tamoq beramdik ya asla shu o'tirayotgan hayvonni baholab turib, andin pul beramdik. Yani bu baholashda, tamoqni hisoblashda asli biz o'tgan hayvonning bahosi shu hisoblanadi, asoslanadi yoki uning o'xshi olgan nam charumallar u hisoblanadi. O'xshi olgan ekan, yana farq chiqmas. Masalan, bahsi qilish mumkin. Öldürülgen hayvanın o'xshaydi qo'ydim bizni bog'ladik. Bunda qilsa uni o'rniga tamoq beradi. Azroq farq qiladi, jiq farq qilmaydi.
Mesela şu jutda ovlaydigan bir joy ekan. Javon ekan, mesela ovchilar ba'zida kiyikni tutib ekildigan, kiyik tutib ekelsa, mesela bu kiyikni 2000 koy oldigan bo'lsa, endi qo'yni balki 1000 koy qilishi mumkin. Shu farq bor. Faqala Malik yuqawwamus sayd. Imom Malik asli shu. Ovni o'tgan ekan, bu chog'da sen ovni bog'lab turib, undan tamoq ko'rsatadi. Shafi ya ovning mislini aytsa, qo'ydi. Biz kiyikning misli qo'ydi. Qo'yni bog'laysan deb. Buning da baho farq bo'ldi albatta. Walam yaxtalifu fi taqdir as-siyam bit-ta'am. Lekin ro'zini tamoqqa sundirishda, mo'ljallashda asası umuman bek egri ixtilof yo'q deydi. Va in kan ixtilofu fi at-tafsil. Tafsilotda nima bo'lsa umuman ixtilof yo'q. Faqala Malik yasumu li kulli muddin yawma. Mud deganimiz 500 gramda. Yani 1 saat 4 amdad dedik. 4 mud. 2 mud yarım saat oldu. Bundan keyin bu 500 gram atrofidagi bir narsa. İmam Malik mushu narsani bir kunlik ro'zaga sundirmaydi debdi. Va vallazi yut'amu indahum kullu miskin. Demek bu her bir miskinga berdigan narsa bir mudda. Mushunga bir miskinning tamoqini bir kun ro'zaga hisoblaymiz debdi. Va bi qala Shafi va ahlul Hijaz. Bismillah bir ölçülüp mançilik kıymeti çıktı o. Şunun kıymetinde mesela tamasete varsak veya olsa eşkimsel bir narsa kilitli mi? Kilitli. Bunu rozutay desek şu. Rozutay desek. Mançilik. Her bir canga bir gün rozutay yaptı. Mesela 50 canga nasıl kildiğin bir mekan değil. 50 gün rozutay yaptı. Bir canga bir gün. Ve kâle ahl-i Kufa yasumu li kulli muddayn yevma. Her bir yarım sağa, yani muddayniga yarım sağa bir gün. Demek bu 2 kesse yaptı. Yani 1 kiloga bir gün tutsa. Asli bizden vatanimizga isqat var, namazın isqatı. Asli şu roz tutuşqa, fidyelashga qiyosga qarshi. Bir gün rozaga bunda fidye yurdi deb qo'ygan. Mesela şu 3 gün roz tut yoki atan sittat masakin dedi-ku. Şunu aslan aslında bir mo'ljallash bor. Yani şunun qiyos qilib turib, bir vaqt namozga ya bir kunlik namozga manchilik fidye to'laydi deb anda bir yani namozni ro'za qiyos qilishni iborat. Lekin u xato. Qiyos ham joyida emas, ham. Ibodatda va qiyos olmaydi. Bu osh ularga qaraydiqda qatbil tura vaqti kadamda sharaf bir ishi va hukmat tungalini ham bizlikka kallanayliqda beshida kalni chullarni tutqizib turib, o'sha o'lagininki o'qiganmagan namozlarni siz ustingizga olamsiz degandek, men ko'rib qo'ydim. Anda isqatilgan qo'ygan abayto hibatan dedilar. Mesela kalni sizga berdim. Sadaqa qilib berdim. Siz muşun qabul qildingizmi? Siz qabul qildim dedi. Endi o'sha odamning o'qiganmagan namozlarga bergan fidyamdi. Bu odam qabul qildim deb oldi, lekin qachida sorun tuganidan keyin kalni o'zi mayitniki tuqqanlar ketdilar. Uni o'shanda bunday qildi. Deb ilmni o'qib qolsa, kaldan biza chiqib uzun tamni o'qib, bir ish qilsa mutag'ayaga ekilib tamni tutib qo'ygan. Odam oldin buni yagib qo'ydi. Ba'zi buzg'alarni qabul qilgan, afiyatan hibatan deb buni degan gap. Arabcha. Bundagilar o'zbekcha bunday deydi. Qabul qilib oldim, hiba qilib berdim deb aytadi. Qabul qilib men sadaqani qabul qilib oldim. Keyin hadiya qilib berdim. Hadiya qilib berdim deb aytadi. Unda men qasam bir kalni o'zimni sadaqa qilib qo'ygan bo'lar. Shu joyda o'zim nima berib o'tgan bo'lar. O bir ish qilib sadaqa qilib qaytadan qilgan shuni. Bu tanni taqdirda. Hanafi mazhabdan bana gelsem Şafii mazhabından bakayım mı? Mecmuada var. Şafii mazhabından bazı alimler asıl bu Hanafi mazhabdan mutaahhirinin pedagogları şey bu. Asıl imamdığında yok. Çünkü 300. yılların ki alimler andın da bir oylap Semerkand'ın alimleri oylap aşın kıyas qilib turib bunda qis bo'ldi ki fidiyasi bo'ldi ki chiqarib olgan ish. Şafii'nin mazhabından bazı alimler keyingi alimler bir baktan gap anlıyor. Lekin buni ham agar chorasi nimasi buni tugitaylar desa, ashal bo'lib qolsa, kalni ba'limoz ba'lim. Kalni ham o'ylarga ko'tarib kesladi, yo'lsanmasa, ikkinchi hamda bu kalni shunda tutganligidan buni bo'rib bir ekan deb ikkinchi kalni ham da qilib qilmaydigan bo'ldi. Demak hamda
Hanafi mazhabdagilar 1 kilodan bir kunga unday hisoblaydi. Wa huwal qabru alladhi yut'amu kullu miskinin indahum. Va har bir miskinga o'sha nisf savrdo deb keladi. Vaqtalafu fi qatl as-sayd khata'an hal fihi jazaa'un am la. Masalan bir ovni xato o'tirib qoldi. Mashina haydab ketib turib, jonni so'qitib o'tiryapti masalan. Xato o'tirib qoldi. Ya ketib bir nimaga dastlab soldi. Bir toshqonni dastlab solib masalan mijvatdi deylar. Fal jumhur ala anna fihi al-jazaa. Ko'pchilik olimlar buni jazo qildi. Qasam bilan o'xshash demoqchi. Va qala ahlud dar la jaza alayhi. Bu jazo kelmaydi bu. Xato degan Alloh kechiratga ish tursa demoqchi. Ahmad fi rivoya İmam Ahmadning bir rivoyatda o'sha Zahiriy bilan birlekan. Chunki buning dalili faman qatalahu minkum mutaammidan dedi. Qasddan o'tgan bo'lgani qasddan emas so'z bu dalil kitob mafhum muxolifat nima chiqdi? Savallikdan xato o'tgan bo'lsin ekan degan chiqdi. Buni anzal dalil kitob oldi. Dalil kitobda optoni. Chunki bular qiyos qilishga uringan ekan. Ya'ni bu nasina qasdanga qiyos qilamdir yo qilmaymiz. Yoki Umuman dalil bo'lalaydi. Bu hadisning dalil bo'ldi. Vaqtalafu fil jamaati yashtarikuna fi qatl as-sayd. Am ko'p kishi bir ovni birlashib o'tirib qolsa, bu qanday bo'ldi? Faqala Malik Imam Abu Hanifa bilan birlekan, "Idza qatala jama'atun muhrimuna saydan, fa'ala kulli wahidin minhum jazaa'un kamil." Ihrom bag'laganlar bir ovni o'tirib qolib bir nechadan har biriga ayrim jazo qildi. Masalan, bir kiyikni 10 odam o'tgan bo'lsa, qo'lab her biriga birdan qo'yildi. Hozir ihrom bag'laganlikning gapi mana. Shu Makkaning boshqa bo'lsa-mu, shu tushirdi. Tushirdi. Ihrom bag'laganlikda u haramda bo'lmasmi? Ihrom bag'lagan holatdalanma. Va bihi qala Thawri va jamaa. Yani Abu Hanifa, Malik, Thawri yani bir guruh olimlar mushqarasini yaptı. Ve qala Shafi'i alayhim jazaa'un wahid. İmam Shafi'i yani İmam Ahmad bulan 10 kişi bir kiyikni o'tirgan bo'lsa bir qo'y qildi debdi. وفرق أبو حنيفة بين المحرمين يقتلون الصيد وبين المحلين يقتلونه في الحرم. İmam Abu Hanife ikisini ayırdı dedi. İhramni qalatda 10 adam bir narsa o'tasa, bu har biriga birdan keldi. Ammo ihrom bag'lamagan kishilar haram dairasida turib, uni o'tirib qolsa, bu chaqda bir lam qo'yildi demoqchi. Ikkisining farqi bor edi. Faqala ala kulli wahidin minal muhrimina jazaa'un. Ihrom bag'laganlarning har biriga birdan jazo keladi, ayrim. Ammo ihrom bag'lamagan holatda haramda o'tirayotgan bo'lsa, va hammasiga bir lam jazo keladi, ya'ni 10 odamga 10 qo'y kelmay, bir qo'y keladi demoqchi. Amana la taqtul sayda va antum hurum. Ya'ni shadanda hurum degan so'zni ehtimollik bor. Hurum degan muhrimin degan bo'lamdi, yoki va antum fil haram degan bo'lamdi. Şu ayetden kilip çıkan ihtilafı mı şu meselenin hammasi? Bir ayetini okutulan, adil 15-20 meselenin sandığı, yani bunu sanımağında yani 15 batır. Doğruda azılma, bazı şu Mekke'nin ya Müslüm'de ya Kıdayır'da durup, başkanlı biraz çıkıp kalsasını ötürürsek ya ki. Oğulup kalsak ha? Günahlıkta o ihtilaf yok. Heremde la yunaffar sayduha, ve la yuhtala khalaha, ve la yu'dad şevkuha dedik. Daraxtni tutsun, kessin, onu yükseltsin o günah. Yani bu ötürüş günahlıkta hiç kandanım yok. Günah oldu. Ama bunun kappara veya ceza gibi işte o çağda mesela. Medine mi kiralıyor? O ayrı mesele. Çünkü Resulullah İnnallah harrama Mekke ve ana harramtul Medine şu mezmunda hadis var. Harramtul Medine kema harramallahu Mekke. Yani İbrahim harrama Mekke diyende bunda bir hadis var. El Medine haramun ma beyne labatayha. Çünkü saylıqning o'ttirga hammasi haramdor deb. Madinada burun ikki tarafda qora sayliq bor ekan. Ikki sayliqning o'ttirdi ekan. Shu o'ttirganing hamma doirasi, shu doira haram dedi. Shuni haramayn deymiz hozir. Xodimul haramayn sharifayn deymiz. Ikki haramningki xodimi deganda. Bu ikki haram deganimiz Makka va Madina. Madinami shu haram bo'lg'achqa, bu Makkaning o'rnida o'lash va kazalardan o'xshashmi? O ayrım mesele. Yani mesela birbirlerden kılsak, bu hem meseleni birlam islasak, bunu burada koyup gitmiş, tamam? Yani İmam Abu Hanife bu ikisini ayırıptı. Bununki illet nimişin ayırdığınız diyene Abu Zeyd Dabbusi, böyle Keşfül Esrar, şu kitaplarda, Yâkel Vücub ve Nazar diyen kitapta yaptı. Bu ihramdaki cinayet, nimiş karta kılınan cinayet, ibadet karta kılınan cinayet. İhramlık halette sen ibadet kılvattıktan ibadetki cinayet kıldın mı? Demek her biri cinayet işildi deydi. O neden? Emni cinayet işleyen buldu.
Yani ihramda cheklangan ishni qildi har biri. Ammo ihrom bog'lamagan kishilar haram dairasi bir o'rnatasiyo buni bo'ldi. Bu aloqa buzvatsan bo'lmaydi degan bir malni buzvatgan bo'lar o'xshash. Bu haqning aloqa meni buzvatgandek, tajovuz qilgandek. Masalan, o'ylaylan birisining qarisini bilan bo'ldab yevagandak bir ish. Bu chaqda bir kalla to'laysa. Lekin ihramli holatda qilsang har bir odam o'zi qilayotgan jinoyatga tajovuz qildi. Do'nki har biriga ayirmaydim qildi. Yani pakanda ayirmaydim to'laydi. İmam İbn Arabi debdi, shu İmam Abu Hanifning mushidiligiga bizlar har qancha qilib buni javob topiramiz. Malikima. Ha. İbn Jayn'dan boshqa ashlarlar bor. İbn Jayn naqsiga Al-Wujuh va Nazair degan kitob bor. Abdullah Samarqandning Al-Wujuh va Nazair deb kitobi bor. Ma Abu Zayd Dabbusining va undan keyin unda Havoid kitobi kelgan. Shuningki nimalar bu? Buning shu dastlabki bosqichdagi tadqiqotlar. Ki voyaga yetganda Ibn Jaynni yoki shu tema shunning vaqtalafu al yakunu ahadul hakamayni qatil as-sayd ma ayatda nida yahkumu bihi zawa'dun minkum sizlardan adolatlik ikki kishi hukm qilib qo'ysa dedi. Endi bu ikki kishini topolmay o'g'ilgan kishidan biraylan bor ekan. Bu ikkilan o'zi o'tirib masal qilib, menda narsa qilsam bo'g'dak deb qilsa bo'lamdi, bo'lmaydi. Fadar malikun ila annahu la yajuz. İmam Malik yo'q joiz bo'lmaydi debdi. Ya'ni bu ayrim undan boshqa ikkidan boshqa bir ikkidan hukm qilib qo'yish kerak dedi. İmam Abu Hanifa, İmam Malik bilan billah. Endi İmam Shafi'i, İmam Ahmad bilan billah bular debdi. Lekin bular degan bu qarash nima? Oyatning zohiri xilof bu. Yahkum bi zawa'dun minkum dedi. Sizlar ikkilar hukm qilib qo'ysangiz nima? Bu odamga munosabat ikkita o'zi hukm qilamdi unda. Chunki bu o'zi hukm qilsa nima bo'ldi? Ayni vaqtda bu hakim va mahkum fi anin vahid bo'lib qoldi. Ham da'vogar, ham qazoqonim shu ekan. Unda shulamda vaqtalafa ashabu Abi Hanifa ala al-qawlayn jami'an. Degan İmam Abu Hanifa'ning shogirdlari ikkili qarashga bo'linib ketdi qopdi. Yani imamining qarshini tutmay ba'zilar ma qarashini olib ketganlar bor edi. Vaqtalafu fi mawdil it'am. Endi shu tamoqni masalan, mancha tamoq bir do'dir, 50 kilo tamoq bir do'dir masalan. Bu tamoqni nerede birdi? Mekke'ye berib, Mekke'deki fakirlarga yurgizish kerakmi? Ya nerede o'g'liga ya? Shu shart berish kerakmi? Faqala Malik fil mawdu'alladhi asaba fihi as-sayd. O o'lgan joyining o'z bilan birdi debdi. İmkana tammatan, yani şu yerda ashliq bor, tamoq bor ya bo'lsa, shu yerdan beradi. Va illa fa fi aqrabil mawadi' ila zalika al-mawdu'. Yerda unda ashliq tamoq yo'q ya bo'lsa, ya aşkın yokken, baza yokken, adam yok buraya ki. Çünkü onu şunda adam yok yazıp durdu. Sonra bana şu yakın bir ötenge ya bir aşkına ya ki onda bir tamakla ya ki kaygan çağda. Yakın bir kent kaygan çağda şu yer bir durdu. وقال أبو حنيفة حيثما أطعم. نادبس بلاه. وقال الشافعي لا يطعم إلا مساكين مكة. إمام الشافعي مكة مسكلم شونم توغزدا. Yani Mekke'yi bölüp şahidi Mekke miskiliği bir demek. İmam Şafii Mekke'lik olanken dostum jutuğa fayda etkilişi degan bo'lsin. Diyem balg'al Ka'ba dedi o. Şu ayet nima asasında. Bunun bir xilamda unda bir rengi chetishliq bir to'lam bo'lgan Mekke'ga olib bir do'yimiz. Normalda İslamda bizlikki jazoning demisini Cezane emas. Fidiy kelgan bo'lsa, mesela bir xatolik qilib ya nimada qo'lmadi ya bir ish bo'ldi deb qolmasan. Qon kelgan ahvoldagi kelgan qonni boshlar xifas bo'ldi. Masalan, eranda shu bir qon kelg'ashni qilsaldi bir hajim. Qonken telefon qilib, ana eranda asan 800 riyalga oldigan bir qo'yni. 800 riyal degan 1000 ko'y, 1500 ko'y qilishim mumkin. Qashqa telefon qiliblar, qurbonlikdan birini qilib olsam desam 700 ko'yga bir qo'y qilishim mumkin. Undanki azarroq mumkin jutga bizning ma'lumotga kambag'allik foydalanib qolsin, manfaat yetkazay deb qolsa, bo'ldi demakchi. Lekin hajning qurbonlik shu, shu haj tamattu kelgan qurbonlik masalan. Buni shu Makkaning o'zligimiz bo'lmaydi. Mabek muhim masala. Hajning shu qurbonligini boshqa yer qilsin bo'lamdi deb izlab baqdim-man. Uni hech qanday yo'l chiqmadi. Bunda aniq oyat hadgan balg'al Ka'ba. Tamam mahalluhu ila al-bayt al-atiq dedilar. Nolga bunda faqat yaqin kelgan bo'lmaydi masala. Karam bilan tamattu qildi-da. Hajning hadisi var o. Shunday emasanda. Shu hajning zali hadilan filamda shuni olma Mekke'de başka yerde bo'lmaydi ekan. Bo'lmasa masalan shu Mekke'de hozir qilinayotgan 1-2 million qurbonlik qildi-ku.
1 milyon bo'lishi mumkin, 1,5 milyon bo'lishi mumkin. Yani hacının amız kurbanlık kılmaydı desek, yerimi kıldı desek 1 milyon 1,5 milyon kurbanlık var. Şuna eğer dürüst olduğun olsa, kembeğav Müslüman devleti var o, şeye o yer boğuzlap, göçün toğut papağıma, şeye apırıplam, şeye boğuzlap kılası bolup bu muğan ki şeye boğuzlaydı. İnadı boğuzlaydı. Göçün taktı. Hadi yani şu Ebu Hanife'nin karşıda başka yerde taktı başım buldu diye ne var? Şu boyunca mı kıldı? Şu Mekke takdirleri onu da eşip kalırlar. Lekin fidye olarak kalsa, bırak hatalık da kep kan kelgen bolsa, başka yapasın bu. Ya okuluş ballıya buyurup do ya kim bağlıya mahalli buyurup do sonuçta. Ve ecmal ulema ala anna al-muhrima iza qatala as-sayda an alayhi al-jaza lin-nass fi dalik. Mana iniq ayet kelganlikdan ihram bağlagan kişi ovunu ötürüp kalsa, jaza kılışın ama bunu da ittifaq. Vaqtalafu fil halal. Ihram bağlamagan halal halat kişi haram içinde oturup kalsa bu nima yani bunu da tartışır. Çünkü ayet ihtimallar la taqtulus sayda ve entum hurum dedi. Ve entum hurum degan söz ihramlı halatdagi chig'inlarda onu tamam degan bo'lamdi yoki haram doirasidagi chig'inlarda sizlar haramdagi chig'inlarda onu tamam degan bo'lamdi. Bu bir ehtimollik bor. Fakat cumhur fuqaha amsar alayhi jaza. Fuqahanın köpçülüğü jaza kildi öğretti. Yani ihram bağlamıyla okşaş demek çadır ha. Yani jaza kilanmagan bunu kildi. Qanday kildi şu okşaş. Yahkum bihi dawabun minkum. Ve qala Davud ve ashabuhu Davud Zahiri yani Zahiri grup alimlar debdi. La jaza le bunu jaza kelmaydi. Haramda jaza kelmaydi debdi. Çünkü bulamda unda tushunibdi. La taqtul sayda ve entum hurum degani ihramli holatda tamamladi. Bu adam ihramsiz o'tadi, ihramda emas o'tadi, kelmaydi. Lekin ko'pchilik olimlar aytganda ihramli holatdagiga qiyos qildi. Lekin bu oyatda hamda haramda deb buni tushunmagan ahvolda uni dalil qilmasa ihramlikqa qiyos qilmas debdi. Yani zahirli qiyosni e'tirof qilmagan ekan, uni jazo kelmaydi deb. Wa lam yaxtalif al-muslimuna fi tahrim qatl as-sayd fi al-haram. Müslümanlar haramda ovuni o'tasa haram deganligida asos ittifoq ixtilof yo'q deydi. Va innama ixtalafu fil kaffara. Lekin bularni kaffara jazo masalasida ixtiloflashdi. Va dalika liqawli subhanahu awalam naraw anna ja'alna haraman amina. Ular bizning shu xotirjam unda haram qiyganligimizni ko'rmadimi? Atrofidan boshqalar tutilib bulinib ketdi. U yerda shunda xotirjam turdi degan oyatni dalil qildi. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. الله تعالى أسمان زمن yaratgan kundan tortib Makkani harom qilayotgan. Yani harom qilayotgan degani ham bu yerda harom qilishni qilma. Ishni qilsang harom ishni qilgan bo'lsa. Undan keyin bir gunoh qilding sen. Gunoh qilganing kafarat deganga bor demak. Bormi yo'qmi? Yani jumhur bor deydi. Tamam. وجمهور فقهاء الأمصار على أن المحرم إذا قتل الصيد وأكله أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. Hem de bu fuqaha amsar onu oğlusuga ceza keldi dedi. Yani onu oğlap hem de ceza amına kaptı. Yani taz olsam kulak kısıtken kosan bir toy kızıtla ama ceza geldiğinde yiyip tuttu. Şu pisele taz kavaklı yiyip tuttu. Yası bunun gamda öttegen gibi yegen gibi iki kat ceza kelamdı. Ya ki bir kat ceza kelamdı. Şunun hukumusunu okşaştı doktor. Cumhurun karşıda. Hem de cumhur أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. بالكفارة لم كلدون. التادي يده بالكفارة. وروي عن عطاء وطائفة أن فيه كفارتين. عطاء لن سلبتم بالقب عالمنا شكات كلدوا. التاجين برقات يجين برقات. فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الآية. Yani muş ayet kişiler meşhur ihtilafla ya ittifak geldi oralar muş mesele. Demek yani bir ayet biz emel kıldı dedik şuna ittifak geldi o. İttifak geldi emel kılaylamsa qanday emel qılınız deganda bunga ihtilaf yuz berdi. Çünkü hem meydandan niyet şunda asab, şunda akıl, şunda ihlas bilanmisa. Çünkü bu yerda lug'at masalasi var, tushuncha masalasi var, aql idrok masalasi var. Ve entum hurum mana. Hurum degan ihramli holatda yoki haram doirasida tug'an chig'in, haram ichidagi chig'inlar degan bo'lamdi. Va ta'ammidan degan qasddan bo'lish shartmi yoki unutib qolganmi shuni shechiramdi. Misli degan so'z bu o'qishimi yoki tang barobarmi, qimmat jihatdan tang barobarmi? Va adladalik degani mana barobar degan. Endi barobar degan bo'lamdi. Endi av degan ixtiyorlikmi, taxirdimi? Men qatalahu degan biringlar o'tiribsa degan bo'lamdi, yo bir ko'rib o'tiribsizmi o'xshashmi? Unda masala.
وأما الأسباب التي دعتهم إلى هذا الاختلاف من ده ثلاث تاسس بولدم ده لكن مش ثلاث تاسسن سببين ما ده هذا سببين بيان قماش مش يقرأ مثلا فنحن نشير إلى طرف منها فنقول بأسنا بذكر أما من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمدا قصدن bo'lsa jazo keladi. Savallikdan xatolikda o'tirib chaqamiz jazo kelmaydi deganlar. Fa hujjatuhu yani zohiriylar, Imom Ahmad bilan zohiriylar. Fa hujjatuhu anna ishtirada zalika nassun fil ayat wa man qatalahu minkum mutaammidan dedi. Mutaammidan deb nas keldi oyatda. Va aydan fa innal amda huwal mujib lil iqab. Yana jazoga loyiq bo'lgan nimitda jazoni keltirgani shu qasdlikda. Wal kaffaratu iqaban ma iqabun ma bo'lishi kerak. Iqabun ma kaffarat mı bir xil jazo. Unda olgan bu jazoni qasdlik keltirdi, savallik keltirmasi kerak. Ammo to'lam bo'lsa-da savallikni kiritdi. Yani savallikdan birisini bizdan chiqibsa, bir odam o'tirsa, xato o'tirsa, to'lam qildi. To'lam bo'lsa, o'chaqda kiritdi. Lekin ma bir jazolash nimasi bo'lsa, unda kildi. Va amma man awjaba al-jaza ma'a nisyan fala hujjata lahu. Allohu akbar. Unutib qilib, ya savallikdan qasddan bo'lmaganlikda, endi o'dim bizni o'tirib qolsa, bunun jazo kildi degan jumhurlar buning tuzuk dalili yo'q. Yani bu hozir nima tarjih Zahiriyni İmam Ahmaddan qarshini tarjih qilyapti. Mush qishloqda. Illa an yushabbihal jazaa inda itlaf as-sayb, itlaf al-amwal. Faqat lamda onu o'ttirgan chaqda bu o'tirishni xuddi birisining mol-mulkini buzayotganga o'xshab qolsa, chunki mol-mulkini buzayotsa birisining to'lash kerak bo'lsa, savallik olsin, qasdimiz o'xshashdi. Manda qasd qolsa balki bu dalil bo'lishi mumkin. Bo'lmasa boshqa dalil yo'q. Chunki al-amwal indal jumhur tudammanu yoki tudmanu xato'an va nisyanan. Chunki ko'pchilik olimning qarashida birisining mol-mulkini savallikdan bo'lsin, qasddan bo'lsin buzayotsa to'lam keladi. Lekin yu'aradu hada al-qiyas. Lekin mush qiyas dalili deb qarasaqmi, bu qiyasga mavzid kelib qildi deydi. Ishtiratul amdi fi wujubil jaza. Ishtiratul amdi fi wujubil jaza shu oyatga gapana. Yani qiyas fi muqabil an-nas demak shart. Çünkü ayette ona mutaammidan dedi. Fakat acaba ba'dum an hada. Anda bu etiraz qarta qiyasum fi muqabil nas degan qarta bazı olimlar jumhurdan ba'zilar bunda javob berib baqdi dedi. Al-amd innama turita limakan ta'alluq al-iqab al-mansus alayhi fi qawli yaduqa wa bal amri. Bu yerda o'zining qilmishining vabalini tetish uchun degan birning bo'g'achqa bu yerda qasddan degan gapni akib qo'ydi. Qasddanning bu yerda qasddan degan so'zni o'zini maqsad qilmoqchi emas dedi. Ya'ni bu narsining hukmi boshqacha bo'ldi demoqchi emas. Ayet oxirida yadu qavabal amri deb kelgachga bu qilmishning oqibatini tetig'ini kimda qasddan qilg'ichdi. Ularga qasddan agab qo'ydi, bo'lmasa ikkisi barobar dedi. Demak, qasddan qilgan kishi oxiratda buning diniy jihatdan jazosi bor edi. Dunyoviy jihatdan unda to'lam bor edi. Ammo nisyonni xato qilib qo'ygancha oxiratda uning gunohi yo'q. Lekin bu dunyoda ham to'lam qildi. Shunday yaduqa va balamri deb oxiratda yana uning jazosini yeydi degan tariqada degan bo'g'achqa qasddan demasa, o nasimo ikkisi o'xshash oxirat jazolanganda bo'lib qoldi deb bunda javob berib baqdi dedi. Sabay jonas kerak ekan. Yani demakchi o'g'ini xatolashganlarda oxiratda jazo yo'q unga. Yani uni mutaammidan deb qo'ymasa, xato'g'imi, savallik qilgan kishimi oxiratda jazo kelib qoldi deganda ma'ni chiqib qoldi. Shuni amdini ataydim deb qo'ydi. Va'id ash amdiga, mutaammidga qaytish uchun ko'rsatib qo'ydi debdi. Bunda deb qildi. Va dalika la ma'na lahu. Ya bu bunda deganmi bakar edi. Bu ma'nisiz gap bu. Li'anna al-wabal al-madhuqa huwa fil gharama. Yadu qabalar o'zining qilmishining vabalini tetishi degan gap, shu turlishi degan gap. Chunki jazo tadbiri yanchi qildim, jariman chiqdi-da, chiqqanga bu ta'min tetidan qildi. Yani 2816. Yani bu oxiratdagi gunohga qaytmaydi u. Dunyodagi gunohga qaytadi. Shunga uni xatolashgan bo'lsin, qasddan bo'lsin, o'chaqda u vabal amrini tetigan bo'ldi dedi. ولا خلاف أن الناس غير معاقب خطأ شيء انتقام شيء وآخرته جزاء الجناح كم مجموع وهذا خلاف يوم وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من أصله أن الكفرة لا تثبت بالقياس البوهجة بو باكت كم جاء دولي بلا لدين كم قرش دولي بلا لدين كم مدخل لدين سه بو كفارتين قياس إثبات للبوم مايدو تيجينجا خرطة دليل بلا لدين çünkü bu nasig'imi xatolashib o'tirib qolgan, unutib qolib o'tirib qolgan kishiga
jazo kildi degan kishiga nisbatan qiyosdan boshqa dalil yo'q. Ya'ni nasini xato'ni mutaammitga qiyos qilyapsa, bunga boshqa dalil yo'q dedi. Mana nima qarab baxtim, dalil yo'q degan. Qiyosdan boshqa dalil yo'q degan bu Abu Bakr al-Jassasning ahkamul Qur'on. Bu Abu Bakr al-Jassasning bak yomon olim. Har qanday dalil pakto biznes deb uni qutlub radar chiqdi. O'qib baxsanlar haqiqatan qaylilisizlar. Edan xiyolga kelmaydigan darajada shunday. Bu unda javob bertamdi. Qiyosdan boshqa dalil yo'q debkan, bu bizning qiyinimiz nasiyimi kirdi deganimiz u qiyoslashib qolgan narsa emas. Deb bunda chiqdim. Shundaqto, li'anna nahya warada fi nas. Chunki cheklama o'ttamanglar deganlar oyat keldi, la taqul saydantum hurum deb keldi. Oyat keldi. Va dalika yaqtadi ijabul badal ala mutlafihi. O'ttamanglar degandan o'tirib qolsang to'lam kildi deganni bildirdi o'shadi. Nas o'zi bildirdi debdi. Va qad thabata istiwa halul ma'zur va g'ayril ma'zur fala qiyas. Odatda o'zirlik olsun, o'zirlik bo'lmasin, ko'pincha avvalmadi. Mahsurda, jiq ishda o'zirlik bo'lib, ba'zini qilmay qolsin, nima bo'lsin ish qilib. Bu chog'da hech faoliyatida umuman o'zirlik bo'lsin, bo'lmasa masalanqa beshini pishtirib ketgan sahibi o'zirlik holatda tushibdi, kanalda qan keldimi? Oyinda nurg'un holatda, endi to'lam kelgan ahvolda bo'lgan ekan, bu bir xil qoida. Davom ekan, o'zirlik bo'lsin, bo'lmasin, unutib qolib bo'lsin, qasddan bo'lsin, bunda keldi. Mushu oyatda la taqul saydu antum hurum dedi. Ehramli oyatda o'ttamanglar ekan, unutib qolib bo'lsin, o'xshaydi. Shu unutib qolish bilan qasddan o'tirish ikkisi bir darajaga shu. Ma'ni qiyos qilib solana shu la taqul saydu degani shuni chekdi o'xshash barobar. Deb mana deb qo'ydi. Kitobga iborati bak to'liq anlama qisqartib deb baxtimi? Uni o'qisa qila jalliq ko'rindi. Ahkamul Qur'on jassasi. Abu Bakr Razi. Va maxtilafun fil mithl. Anda fajaza'un muslima qatala deganda o'xshimi yo qimmatimi? O'xshash hayvonnimi degan ixtilof bor dedikku. Fa inna sabab al-ixtilof anna al-mithla yuqalu ala alladhi huwa mithlun va ala alladhi huwa mithlun fil qiyma. Bu odatda shunda ishlatildi. Shakli o'xshash qim misl deymiz. Bazı o'xshash qimmati o'xshash qim misl deymiz. Lug'atda ishlatish bor. Lekin hujjati man ra'anna shabiha aqwa min jihati dalalati lafz anna intalaqa lafz al-mithli ala ash-shabih fi lisan al-arab azhar wa azhar minhu ala al-mithli fi al-qima. Lekin ashayonning o'xshashini miskildi deganlar, shunda tushunganlarning dalili bu lafz tarafdan edi. Manda dalil qildi. Misl degan so'z odatda shakl jihatdan o'xshishi bakrak ko'p ishlatiladi arab tilida. Qimmati o'xshishidan bakrak ma'lum ko'p ishlatildi, aniqroq ko'rindi debdi. Lekin liman hamalaha huna al-masla ala al-qima, demak avo lug'at tarafdan tarjihda qarashini hamda ya qimmatini bildirdi deganlar bir necha dalilga tayanibdi. Ash e'tiqod apagan bir necha dalil bor edi. Ya'ni al-qima dalailu harakatu ila i'tiqad dalik. Ash qarashni tutishiga elib qolgan bir necha dalil bor. Ahaduha anna al-masla alladhi huwa al-'adl wa mansusun alayhi fil it'am was siyama. Mislgan nimasi bo'lmada shundir. U adl, ya'ni tang barobar degan gap, adl degan. Adl dalika siyama. Tang barobar degan oyatda ki it'am bilan siyamni keldi bu. O adl dalikda tang barobar degan keldi. Kelgan ekan ashyaga mislam shart qimmati tang barobar degan bo'ldi ekan. Ayat chizman va oxirdagi. Wa aydan fa innal matla idha humila huna ala at-ta'dil kana 'aman fi jami' as-sayd. Yana mishada barobar deb tang barobar degan ma'noga olsak misliganni bu umum o'ning hammasiga tushdi dedi. Chunki ba'zi o'ninki o'xshashini topilmaydi. Mana fa inna min as-sayd ma la yulqa lahu shabih, mana o'xshashini topilmaydi o'lwa. Va aydan fa inna al-matla fi ma la yujad lahu shabihun huwa at-ta'dil. Yana o'xshashini topilmaydigan narsaniki muslimitda tang barobar, qimmat barobar dedi. وليس يوجد للحيوان المصير في الحقيقة شبيه إلا من جنسه. Əməliyyatda olğan onun özünün cinsindən oxşu çıxdı. O başqa cinsdən adətdə qoy kalidən oxşu çıxmaydı. Qoymasdan qanday keyfi oxşaydı, şəbih emas bu. Sən yaxınlaşdırğanında, əjimdən sən yaxınlaşdırğanlıq, lakin dal oxşamaz. Oxşu yəni şu keyfdən çıxdı. وقد نص أن المثل الواجب فيه هو من غير جنسه. Mana ayətdə aşını vacib olduğunu özünün cinsinden başka narsa. Yani karşı karıştırma kiyikle dayanıyor şu koykildi o.
başqa jinsdan bir narsani dedi. Tavajaba ayyakuna mislan fit ta'dil. Tang barobar degan ma'noga olib kerak. Tang barobarda, ya'ni qimmatida demoqchi. Wa aydan fa innal hukma fi shabihi qad furiga minhu. Yana bir dalil hamda ash o'xshida bu masala tugab bo'ldi ama hukm bir taraf qilinib bo'ldi deydi. O'xshida o hakamga ehtiyoj yo'q. Mesela kiyikten buni o'tirib tushgan, o'sha bozor kiyikdan sizlarga situatsiya oladigan. Ha kiyikni uni hukm qilishmaylar, shu kiyikdan nasib bo'ldi ekan. Ya'ni kiyik yo'q bo'lgan ekan, ayirma bozor bor, maldan qaysi malni olsam bo'lar deganda ikkidan hukm qo'ydi deydi. فأما الحكم بالتعديل فهو شيء يختلف باختلاف الأوقات. قيمتنا bağlaşta andan vaqtqa, sharoitqa, o'ringa qarab bu chaqda baho o'xshash chiqmaydi shunama. Hatto adamlarga qarab o'xshash chiqmaydi. Masalan, ikkalan minkoyda bağlashimiz mumkin. Ya'ni bir ikkalanga ma'lum, ikkoyda bağlashimiz mumkin. ولذلك هو كل وقت يحتاج إلى الحكمين المنصوص عليهما. Unda o'lgan o tang barobar degan oyat degan ikki hakamaynga muhtoj bo'lganlar ya bo'lsa, shu yerda biz tang barobarni bekitishda muhtoj bo'lamiz. Va ala hada ya'ti at-taqdir fil aya bi mushabih. Shuna bir oyatni unda tafsir qilishimiz kerak, yoki menda taqdir qilib sharhlaymiz deydi. Mushabih o'xshab ketadigan deganlar. Fakanna qolmasin. Bu tafsirga asosan mazmuni unda bor. Va man qatala minkum mutamadan fa alayhi qimatu ma qatala min an-nam. Osh o'tdaginniki mal uloqqa tushadigan qimmati deydi. Mal uloqqa barobar keladigan qimmati keldi deb. Aw abdul qimataman yoki shu qimmatininki tamoq barobari keldi. Yoki shuninki ro'zi barobari keldi deb menda tushunsa bo'ladi. Ya'ni xuddi hozir bu Imom Abu Hanifaning qarashini tarjih qilyaptilar. Mana dalilninchi qator tuzatgan va maxlafum halal muqaddar va sayd aw mithluhu min an-na'am idza qaddara bit-ta'am. Demak biz mush tamoqni asli o'g'a asoslanib turib baholamtoq ya mislini asos qilib baholamtoq degan masala kelsak, faman qala al-muqaddar va sayd, ya'ni Imom Malik sayd degan to'g'ri, qala li annahu alladhi lamma lam yujad mithluhu ruji' ala taqdiri bit-ta'am. O'xshabanmanka uni o'chaqda undan tamoqqa nima qilgan, tamoq bilan mo'ljallangan to'q deydi. Va man qala innal muqaddar huwal wajib min an-na'am. Endi Imom Shafi'dek masalan, yo'q shu uningga tang keldigan, o'xshash keldigan chormallarni asos qilib turib, undan tamoq belgilaymiz, bağlaymiz degan şey İmam Shafi'i qala li anna shay inma tuqaddar qimatuhu idza udima bi taqdiri mithlihi ani shabihu. Ya bir narsa masalan, kiyikni nima qilsak, kiyik o'zi bo'lmagan ekan, uning basim bo'lmaydi-da vujudda. Balki buni o'xshini bir bekitib turib, bir qo'yga o'xshaydi, tengkildi-da. Bir qo'yni bozorda chiqib qoldi, manchi bor. Uni manchak tamoq qilgan, menda bağlaymiz. Va amma man qala innal aya ala at-takhyir, amma yana bir masala, aw lit-takhyir mutta yoki lit-tartib mutta degan masala kelsak, fa innahu iltafata ila harf aw degan qaragan. İz kana muqtadat lisan arab at-takhyir. وأما من نظر إلى ترتيب الكفارات في ذلك فشبهها في الكفارات التي فيها الترتيب باتفاق. عند bu كفارات مضمون بكرك çıkıdı. كفارات tarih kirdiler. Tertip şart kılıngan kafaratlıga şunun kesip durdu. Şunun düşürüptü. O tertip şart kılıngan kafarat qasidi kafarat zahar ve qatl. Ona mesela فمن لم يجد فصيام شهرين dedi mesela. فمن لم يستطع dedi. Bunda degeniken bu tertip ma'ni qilinmasa, ma'ni qodir bulanmasa, andın ma'ni qildi degandi. Şunu o'xshatdi. Wa maqlafun fi hal yastanifu al-hukm fi as-sayd al-wahid alladhi qad waqa'a al-hukm fihi min as-sahaba. Sahabalar hukm qilgan narsa yengashlarda hukm qilamdiq biz, yoki shu hukm qilgan narsa bo'yicha eliveramdiq degan masalada xalaqtash qilgan ahvol kelsak, sababu fi ixtilafihim huwa hal al-hukm ash-shar'i ghayr ma'qul al-ma'na. Ghayr ma'qul ma'na degan bu ta'abbudi mahd demakchi. Yani ibodat mazmuni bakishmi buningda yoki unda emasmi? Shuni ixtilof qilib qolganki, aniq ixtiloflashdi. Faman qala va ma'qul ma'na, ya bu ma'nosini tushungil bo'lgan, biz anqirib, tushunib, bizim bir baholab bunda qilsa bo'ldi deganlar. Qala ma qad hukima fihi falaysa yujadu shay'un ashbah bihi minhu. Biz hukm qilib qilsak bo'ldi, aql ishlasak bo'ldi deganlar, ashu aql qilgan, ashuni ilvasak bo'ldi debdi. Ma qad hukima fihi shu chaqda ashu masalada hukm qilinib bo'lgan bo'lsa,
Şunun en yakın kılgan narsa yok. Şu en yakın kılgan narsa. Biz şunu eliverimiz depti. Yani öz aldığımızda yani bizim ayında bir bakışımız gerek emas. Eğer ibadet olsa bizim aşını temin edip urunda baksak oldu. Peki ibadet olmayanca başkaları teyah çıkıdığına hükümü asak buldu demek. Mesela tügü kuşu فَاِنَّهُ لَا يُجَدْ اَشْبَهْ بِهَا مِنَ الْبَدَنَ tügü kuşuna yaparsak o kala ya tügüdek onunla yakın kılgan narsa yok. فَلَا مَعْنَا لِيَعَدَةُ الْحُكْمُ Bundan biz yani kayıt iştahat kılıp işkelerini hüküm koysalar bu işkeler iştahat kılıp başka durup ondan hüküm kılış gerek emas. Bunun sağlar bir kala ya tügü kıldı diyen boz şu başlık münasip buldu. وَمَنْ قَالَ هُوَ عِبَادًا ibadet de turvalıca şer'iyyun, ta'abbudiyyun, mahdun diyorlar. Gayri ma'kulet mana diyorlar. Yu'ad ve la budde minhu. Bu bir ibadet. Sama oturup işkelenleri çağırıp ekilse bu işki mollalar yakında cemiyetin xabarva bilimli kişi qanaqlıda da mesela kenaş kılıp mantek narsa kimdiken deb hüküm chiqarib qo'yish oldu. Bu bir xil qilgan ibodatdan iborat bu. Bu burun qilib qo'ygan narsani tayyor asan bo'lmaysanmi o'rinda paqishing kerak demak. Va bihi qala malik mana normal. Endi ba'zi yerda balki shunda o'xshab qolgan narsa chiqib jamiyat o'zgarganki vaqt o'zgarayotgandan boshqacha bo'lishi mumkin. Wa amma ikhtilafuhum fil jama'ati yashtarikuna fi qatl as-sayd al-wahid. Endi yuqoridagi bir guruh ehramlıqlar, ehramsizlar bir o'zi o'tirayotgan bo'lsa, talash qildilar. Buning sababi halil jazo mujabuhu va ta'addi faqat aw ta'addi ala jumlat as-sayd. Bu jazoni keltirib chiqargan narsa nima zodi? Mujab ishadi, shuni ijab qilgan narsa. Keltirib chiqargan narsa tajovuz qilishning ham o'zimi yoki o'g'ni tajovuz qilganlikdanmi? Taman qala ta'addi faqat tajovuz qilganliklam shu sabab desa, awjaba ala kulli wahid min al-jama'ati al-qatilati lis-sayd jazaan. Sen ehramli qalada tajovuz qilganlik uchun keldi desa, har biriga birdan keldi. Va man qala at-ta'addi ala jumlat as-sayd, ya o'g'i sen tajovuz qilganlik uchun keldi desa, o bir talta. Nonki hammalangish faqat bir taldan keldi. Va hadil masala shabihatun bil qisas fi an-nisab fi as-sarqa. Bu masala nimaga o'xshab qoldi desa, o'g'illik qilgancha sen qo'l kesilgan nisob bormasmi? Rubo dinar deymiz, 50 ko 60 ko'ydek bunda bir qimmatli o'g'ilsa uni kesimiz duqo. Ashunda miqdorda qo'l kesilgan narsani to'lashib, shirk ishni o'g'ilab qolsa, hammalarning qo'l kesamdi. Va fil qisas fil ada va fil anfus. Masalan, şeyler bizlişip bir qism qo'lni kesayotgan bo'lsa, şeylerning qo'lni kesamdi. Şeyler bizlişip bir odam o'tirayotgan bo'lsa, şeylerning qisas ilinamdi. Mana sizga o'xshab ketadi dedi. Va sanati fi mawadi'aha min hada al-kitab inshaalloh. Yani biz kitab-ı cinayette bunu bayan kılmaz bizim vakti gelgince. Ve tefrik Ebu Hanife. Onda Ebu Hanife işkini ayırdığı ihramlı halet ötereşilen ihramsız halal halet ötereşilen okşamaydı o da. Ala cihet-i taglid alal muhrimin ihram bağlıqallah her bir ayrım ceza tolay edip iğir hüküm kıldı. Demek bunun ise bir taglidi ibaret demek. İhramlı halet bu intayin zil halet. Ve men evcebe ala kullu vahidin minel cemaati cezaen فإنما نظر إلى سد الذرائع. Yani bir tarafı her bir ayrım kildi diyorlar. Bu sed zeriyani asas qilgan. Eğer unda bu mesela bir o'g'ni hozir yolg'iz o'tsasak to'lam kelib qoldi da biz beshelim bo'lsak beshelim hamkorlashib bilan o'tirib yer jazodan qutib qolganga va bunda hamkorlashib jinoyat ishlash ki yo'l eshik ketibdi deydi. Xuddi qisasini olsan 10 odam bir odamni o'tsa qisas kammaydi desa qanday qiladi? Adam o'tiralla 10 odam bizishib o'tirib qisasini qutib ketibdi. Shunga o'xshash o'g'limi shunday yivoladi demak. Shu yo'lni taqablam har biriga ayrim qildi desak uchaga jim bo'ladi. Tig'it qilgan. فإنه لو سقط عنهم الجزاء جملة لكان من أراد أن يصير في الحرم صاد في جماعة. وإذا قلنا إن الجزاء هو كفارة للإثم hamda bu jazo ash gunohning kaffarati desak fashbu annahu la tabaat davankin bu qachilik ketmaydi la tabaat degan nima bo'ldi har biriga ayrim qildi gunohni hammasi ishlatdi hammasining gunohi sodir bo'ldi davankin bu bir kiyik ya bir qo'y hammalarga bo'linib qolishdi hammasi ayrim bir qo'y yo'qolishdi la tabaat ismi qatl sayd bil ishtiraki chunki o'ni hamkorlashib baravar o'tsa u gunoh ma'noga 10% keldi ma'noga 5% keldi deb chechilmaydi bizga ayrim tajovuz qilganlikning gunohi keldi davankin u qo'ymi unda 10% dan 5% chechilmaydi deydi demak ayrim keldi degani kuchlantiryapti yo'lga qo'yasın ona da bittagan bo'lsa 100 ko'yda tasib bo'lmaydi demak chunki har bir odam 1000 ko'ydan chiqarib
qo'yilishi kerak. Fayjib annahu la tabadu jaza fayjib ala kulli wahidin kaffara. Har biriga birdan kaffarat qildi demoqchi. Wa amma ikhtilafuhum fi hal yakunu ahadul hakamayn qatil as-sayd ikki hukm qilgan kishi bor edi. Ikki hukm qo'ydi. Endi onu tayadam, yani bir adam tepib ikkilan o'tirib masafa bekitaylar, men shuni to'lay deb bo'lamdi bu munda. Buningdagi talash tortish, yani Abu Hanifa bo'lmaydi dedi. Boshqa bir ikki kishi bo'lish kerak deganda. Fasaw fi mu'arad mafhum az-zahir li mafhum al-ma'na al-asli fi ash-shar'. Zahir degan hozir ash oyatning zahiri. Yahkumu bihi zawa adl minkum. Bu zahirdan bir adam bunda o'tirib saptam, qanday qilma desam, ikki adam qildi, boshqa bir ikki adam deganda chiqib turdimi yani oyatda. Endi bu chiqib turgan mazmun nimaga zid keldi? Mafhumul ma'na al-asli fi ash-shar'. Shariatga asli qoida bo'lgan ma'niga zid keldi deydi. Qiyos qilinglar. Va dalganhum lam yashtaritu fil hakamayn illa al-adala. Va hakamda adalatni shart qildi. Fajib ala zahiradan an yajuza al-hakamu mimman yujadu, ya'ni al-hukmu mimman yujadu fi hada ash-shart. Adalat ba'damdan mushu hukm chiqsa bo'ldi degan gap chiqdimi shu? Savaun kana qatil as-saydi aw ghayra qatil. Qatil o'zi hukm qilsa, adalat tepilsa bo'laverdi. Boshqa odam hukm qilsa o'xshash, ikki odamning biri shu qatil bo'lsin o'xshash. Va amma mafhumul ma'na al-asli fi ash-shar' fa huwa anna al-mahkum alayhi la yakunu hakiman ala asli. Oyatning zahiri ikki odam dedi. Ikki odam bo'lgan shu qatil shuni bir so'z bilan ikki odam bo'ldi degan mazmun chiqdi. Ya'ni bu ikki odam degani hozir nimaga kelib qoldi? Shariatda bir odam ayni vaqtda ham hokim ham mahkum bo'lmaydi. Chunki da'vogar bo'lgan gap, boshqa odam hukm qilish kerak buni. Bu qoidaga zid kelib qoldi dedi. Va amma ixtilafun fil mawda, endi shu o'rinda uni o'tgan joyda shu tamoq qilish kerakmi yoki qo'y bo'g'izlishi, boshqa ishni qilish kerakmi yoki boshqa yer qilsin bo'lamdi degan masalaga kelsak, fa sababu al-itlaq, ya'ni oyatda faloniya deb ko'rsatmadi. Mutlaq qo'yib qo'ydi uni. Mutlaq qo'yib qo'ygandan keyin undan talashda ochiq keldi. Faman shabbahu biz-zakati fi annahu haqqul masakin. Bu zakatga o'xshash. Bechora faqirlarningki haqqi desa, bechora faqir nada o'xshaydi bas bulardi dedi. Yani o joydan o'tkazmaysa, shu joyning faqirlari o'sha shu yerdan biri desa, zakat nima? Shu joyda haqqi kishini o'tkazmaysa kerak dedi-ku, shunga o'xshash. Va amma min ra'ayna al-maqsud bidalik innama huwa ar-rifq bi masakin Makkah. Endi bundan maqsad Makka bechoralarga, miskinlarga mehr shafqat qilishdan, xayr saxovat yetkazishdan iboratdan, shu illiq yetkazishdan iboratdir desa, Imom Shafiiy aytmasa, la yut'imu illa masakin Makkah. Makka miskinlarga birdoni boshqadan vas bo'lmaydi. Va man i'tamada zahir al-itlaq, oyatda unda dimidi hech qanday bir narsa dimidi. Mutlaq qo'yib qo'ydi buni. Shunga asoslanganlar Imom Abu Hanifa, nada bu oyatda falan ya demasa, sen falan ya bamiz bo'lmaydi demek için belgili olsan. Va maxtilafun fil halal yaqtul as-sayd, ihram bağlaman kishi onu haram doirasida o'tirib qolsa, kafarat jazo kilam kamam degan masala kelsa, fa sababu hal yuqasu fil kaffarat inda man yaqul bil qiyas. Kaffarat masal qiyas bormi yo'qmi? Va hal al-qiyas aslun min usul ash-shar' inda alladhi yaxtalifun fi. Qiyas o'zga mush adillat ash-shar'ning birisimi? Men zohirli emas deydi-ku. El-kitab ve sünne ve icma ve kıyasla tırsa ula ya kıyas yok dedi. Ondan keyin zahirinin ixtilafı işarətin payda oldu dedi. Ve ehl-i dar yanfuna kıyas qatlı saydı fil haram alal muhrim. İhram bağlamağa adam haramda onu ötterse, bunu ihramlık aletdə onu öttergeni kıyas kılmaymaydı. Çünkü onun asasında kıyas kılış yok. Kıyas kılış şeriat yok da durur. Ve yahikku ala asli Ebu Hanife. Yani Ebu Hanife asli kaidesinde kapparatını birbirine kıyas kılıp bekitiş yok deb qaraydigan bo'lg'achqa bir yerda qiyos qilish Abu Hanifaga udilkanmaydi. Ve la xilafa baynahum fi ta'alluq al-ism bihi li qawlihi subhanahu wa ta'ala. Ta'alluq al-ism mu ismu mu? Fa'lamu sinonim. İsmi ismi bo'lishi kerak. Savlan. Ya'ni ashu haramda onu o'tkazish gunoh bo'lamdi bo'lmaydi. Gunoh bo'ladi. Buni ittifoq deydi. talashtash shu. Liqavli subhanahu wa ta'ala awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatafu an-nas min hawlihim. Haraman aminan qildik degan biz haram amin qilsak sen yerda jinoyat qilsang gunoh ishgan bo'lsa dedi. Va qavli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam innalloha harrama Makka yawma khalaqa as-samawati wal ard. Bu hadisning oyog'ida va la yunaffar sayduha la yuqtala khalaha va la yu'dad shawkuha dedi. Demak, unda qilish haram. Haram bo'lib gunoh bo'lamdi, bo'lmamdi. Buni talashtash gunoh bo'ladi. Va amma ixtilafum fi man qatalahu thumma akalahu.
Yani o'tirib yevetgan talash tashi bo'lsa, uni bir qat jazo qilindi, 2 qat mo deganda, fasabahu hal akluhu ta'addun san alayhi siva ta'addul qatl amla. O'tirishdan boshqa ayrim bir jinoyatni uni yeyish. Va in kana ta'addiyan alayhi fa'al huwa musallam. Bu bir ayrim nima shu nima bilan tang barobarmi? Uning bir qo'yga, uning bir qo'y kelamdi, ya uni zo'ra kelamdi. Barobar qilgan jinoyat. Jinoyat ikki bo'ldi. Bu ikkinchi jinoyat, yeyish jinoyati. Birinchi o'tirish jinoyatini tang kelamdi kamamda. Va masala. Va dagana muttafaqu ala annahu in akala athima. Mana yesi gunohkor bo'ldi deganda ittifoq. Ekan gunohkor bo'ldi. Buning gunohkor bo'lishi shu o'tirish gunohi bilan tang kelamdi. Tang kelsa ondan jazo kirdi. Bu shart tugabdi masala. ولما كان النظر في كفارة الجزاء يشتمل على 4 أركان. Yani bu oğulğanlıqның cezası ve kildiğen kafarat 4 erkan üstü kurulgan boğaçqa. Bu 4 erkan nima? Ma'rifatul vacib fi dalik. Bunda qanchalik bir narsa keladi, vacib bo'lgan narsa nima? Buni tonish. Ikkinchisi, kimga vacib bo'ldi? Ma'rif men tajib alay. Men tajib alay degani nasi mutaammid mo deganda-ka. Anda ko'p kishilar bo'lsa, bir kishi kelamdi, hammas kelamdi, hammaga ayrim kelam deganda. Va ma'rifatul fi'l alladhi la yajib. Qanda ishni qilsa, andan keladi, masalan, o'ttasa, yesa deganda-ka. Qiyga ish qara. Va ma'rifatu mahallul wujub. Vacib bo'ldi o'rin qaysi, ya'ni tamoqdimi, qo'y kelamdi yo ro'za kelamdi degan. Yoki qanday narsalar o'daris kirdi. Qanday narsa o'tdasa, andan bu jazo kirdi degan. Va kana qad taqaddama al-kalam fi akthar hadhihi al-ajnas. ilgari mushu biz 4 narsa deganning ko'p qismida biz gapni qilib bo'ldi. Va bakandagi amron ikki ish qildi. Birinchisi ixtilof fi ba'd al-vajibat min al-amsal fi ba'd al-masidat. Ba'zi o'langan narsaning misli qasi buni ixtilof bor. Masalan, o'xshishini biz bekitib qilayotsa, shuni bekitishda ixtilof bor. İkincisi, ma'va saydun mimma laysa bisayd. Qas narsa o'g'ga kirdi, qas narsa o'g'ga kirmaydi. Ma'lum masala. Masalan, chekatligimizni o'tiribdi, Hasan Sharifimizni o'tiribdi, masalan. Ana o'tasa, o bularni bo'lmamdi. Endi o'zining bir qo'y bo'g'izlab yeydi deb uni o'tiribdi. Masalanchi, shuna bu masalalarni bir bahs qilish kerak. Qamin usul hadal bab, mushu babda haqiqiy dalil bo'ladigan qoida xarakterlik narsa, maruyani Umar ibn al-Xattob annahu qada fi ad-dab'i bi kabshin. Bu yerga dalil bo'lgan, asos bo'lgan, boshqa narsa mushu qiyos qilish mumkin bo'lgan, maqis alay bo'ladigan narsa nima? Mushu asarim. Umar ibn al-Xattob masalan bir dab'ani o'g'ligan o'tirayotgan kishiga bir qo'chqa buyurib ekan. Daba degan sirtlan. O'laqa bo'riga o'xshaydigan, lekin yo'lvoz boshqa narsa o'tirib tashlab ketgan narsani uzilib qolgan narsani yeydigan. Oldi puti qisqiroq, Shuna bu narsa shu bo'rib bo'lib hujum qilgan narsa. G'alzir ishlar qatoridan. Va fil g'azali ba'z kiyikda bir o'chka va fil arnab va fil yarbu bi jafra bir toshqon bilan bir yovachashqon yoki yarbu deganda yalmantaq dedamiz asama va etzeriqda bag'ilda yuguradigan narsa sachqondan cho'ngroq narsa yalmantaq degan muhamdek narsamda chiqib sachqonning cho'ngroq bu cho'ngroq sachqonning bir turi ya'ni bu yo'g'on sachqon bilan toshqonni qilib qolsa bir jafra kildi deb jafra degan yana tug'ilgan bir achkining qo'zisi deydi Jafra. Vel yerbu, yerbunu tushundiribdi. Duwaybatun laha arbatu qawan. 4 bir hayvon bu. Quyruqi bor edi. Tejtaru kama tejtarusha. Qo'y ko'shganda ko'shadigan. O'tni yeb, keyin andin yana boshqa yurib, keyin azazin chiqarib chaynab boshqadan yo'llaydigan. Shuni ko'shash deymiz, tushunami? Odatda asan qo'y, ba'zi o'sha tugilib qarasanglar, bosh yevagandan so'ng aldima chaynaydi. Ko'shadigan hayvonlar. Bunda turli hayvonlar ayrimanda. Ve min zavatil kuruş bana. Bu aşı 3 şey, 3 yivanası iken bu. Tersiga şu 3 şey. Ve bu köşegendan iken aldıma çıkarıp şey yollab bana qilganda, hani ba'zi hayvonning unda nus yo'q ekan. Ko'shmaydigan, unda şeyleri yo'q hayvonlar bo'lgan. Wal anzu anda ahli ilm min al ma'zi. Anz degan o'chkining bir turi, o'g'loq deymiz. Maqal walada aw walada mislahu. Yani birini qo'zilab qo'yganimda yoki o'ziga o'xshash bir bolasi bo'lib qo'ygani anz deymiz deb. Wal jafra wal anaqu min al ma'zi. Mana jafra wal anaqmo shu o'chkining bir turi. Demek onun yeşişi qarab degan gap. Fal jafra ma akala wastagna an rida. Imishdan to'xtab, amaydigan bo'lib,
Andım ot çöp yeyishga boshlaganda jafra deymiz. 4 oylik bo'lishi mumkin. Val anaqu qila. Anaq degan chog'sa bu jafradan sal cho'ngroq bo'lgan chog'da. Va qila dunaha. Ya undan kichikmi deyilibdi. Lekin anaq degan bu 6 oylik bo'lgan. Chunki albatta men namozdan ilgari qurbonlikni bo'g'izlab satma degan sababi bor. Shunda ba'zi rivoyatda jazaa bu har xil rivoyat kelgan. Bir rivoyatda anaqan deb kelgan. 6 oylik yani yeshig'i to'shay deb qolgan bir kishi o'g'loq. Va qala fa Malik hada al-hadis fa qala İmam Malik mush asarni deylar da desangiz bu. Nima? Xilof qilib toshqanda, cho'ng sochqanda la yuqawwamani illa bima yajuzu hadiyan va udhiya. Bu qurbonlikqa yaraydigan bir narsaga andin bog'lab hisoblaymiz. Uningni tuvanni hisoblamaymiz. Va dalika al-jaz'u fama fawqahu min ad-dan. Ranga achkulan qo'yishdi. Achkulan qo'yilga nisbatan jaza boshqacha yetgan deydi. Yani jaza degan 1 yilni to'shqizay deb qolgan. Lekin endi boshqa tuga kalninki jazo degani o'xshamaydi. Ba'zi 2 yil toshqanda jazo bo'ldi, ba'zi 4 yil toshqanda jazo bo'lishi. Boshqa hayvonlar. Lekin qo'yninki, achkuninki jazo degani 1 yil toshqizgan. Va tani fawqahu min al-ibil wal baqar. Endi ibil bilan kal bilan tugiga nisbatan shu sochqon, toshqonni o'tirib salsa, kal bilan tugini bog'lab qolsa, cho'qim 2 yilni toshqizab bo'lib, 3-yil qadam qo'ygan Manda mal bo'lish kerak. Sen bir odam toshqanda o'tiribdi. Imom Malik yaqash qurbonlikqa yaraydigan narsani bizni qilsa, uni tuvan qilmaysan dedi. Endi qurbonlikqa yaraydigan narsa qo'y deb qolsa, 1 yilni toshqizgan bo'lish kerak dedi. Ama bu tugidan qilay debdi. 3-yosh qadam qo'ygan bo'lish kerak. Balkim tugida qurbonlikqa yaraydigan necha yosh? 3 yil toshqizgan deyish mumkin, 4 yil toshqizgan deyish mumkin emas. 2 yil toshqizgan deyish mumkin. Sen degan o'sha 2 yil toshqizib 3-yilga qadam qo'ygan deyish mumkin. Ayda keldi debdi. Va hujjat Malik qavluhu ta'ala Imom Malik ham bu dalil qilgana hadiyan balgal Ka'ba. Ka'ba yetib boradigan hadiy dedi. Varimda qon keldi. Cho'qim lozim qonga yaraydigan minas bo'lish kerak debdi. Chunki bu oyatda nima dediga yahkum bi dawadin minkum hadiyan balgal Ka'ba. Shaydan oxirda normalda atılan hediyeler muhinde buldu. Madem hediyen balgal Ka'ba dedi. Lakin herhangi apırılgan hediye layık nasip etti. Şu koyunun yüzyaş toşkuna, anın kala tüküdün ma belgelenge toşkuzguna edi. Demek mağdur kuşluğurak bir nemeki tanıtı da eserlenmeyi. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِ هَدْيًا أَنَّهُ لَا يُزِيهِ أَقَلُّ مِنَ الْجَزْعِ. Yani ben kurbanlık kılamadım, özgü bir kurbanlık yüklü adam, koyduğun kurbanlık kılmak olsa, biz yaşını toşkuzgandan turan boz bulmaydı kendisi ama فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الدَّعْنِ koy, eçkiden bir yaş toşkuzgan, onundan yukarı olması gerek. Andın kalılan, tügüden seni, yaki seniden yukarı olması gerek. وفي صغار الصيد عند مالك مثل ما في كباره. Yani onun küçükleri de ne kildo desen, çoğunları dikegen dersen, şu kurbanlık kan kildo değil. En küçük lazım olsun kan kildo diken. Çünkü hediyen bağlı Ka'ba. Ka'baga bardigan bir kurbanlık kan diken ma'ni çıkıdı nişanlı. Ve qala Şafii yufdi صغار الصيد بالمثل من صغار النعم. Onun küçüklerini ötürüp qalsa, bunun tölümüge şu bizler kurbanlık kıldıgan mal çarvalardan küçükleri kildi. Yani kozikası buldu demekse, yeşim toşkunluğun bolsun buldu deydi. Ve kibarı saydı bil kibarına. Çoğunlarına bizden çarva mallardan, kurbanlık kıldıgan mallardan çoğunlarından hediye töleydi. Yani okşu bolğan diken. Ve o Mervin an Ömer ve Osman ve Ali ibn Mesud ve hüccetuhu enneha hakikatul miskana. Miskilgen nima? Okşu. Bunun küçük mani küçük okşaydı, çoğunlarının çoğu okşaydı. فعنده في النعامة الكبيرة بدنة. Demek çoğun bir tügü kuşu bulup kalsa bu çağda kala ya tügü kildi deydi. Ve fi sagirati fasilun. Küçük olup kalsa ya butulak ya ki muzay kildi deydi. Fasil diye ya butulak ya ki muzay. Fasil diye yani anasının kaşta çatmış görüşten ayrılgan, emçekten ayrılganda ayrımamdı. Özellikle menartında otlap yaşaydıgan boğan muzay butulak demek. Yani infasalan ummihi demek. Ebu Hanife ala aslihi fil qiyma. Ebu Hanife de bunu da mesela okşi degan gap unutmagan bo'lg'achqa, pul bahasini hisoblamam bir taraf qo'ymaymiz deb bu ayrim ma tarafda turdi. Allohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.